Assalomu alaykum dunyoning arkadaşlar, yaşayotgan muhtaram qarindoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmat bo'lsin. Fidolar ekrani xush keldinglar. Bugun diqqatinglarga mustaqillik inqilobi qanday elib beriladi nomli bir izlanishni taqdim qilamiz. So'z boshlanishdan ilgari sizlarga biz anglab cho'ng bo'lgan uchoq ishda xuddi mushukdek onlarimizning tiziga beshimizni qo'yib anglaydigan Uyg'ur xalq so'zcheklaridagi bir hikoyani ameliyatda bek takrorlandi. Bir mahiyetni sizlarning diqqatingizga sunib o'tgandan keyin boshlash to'g'ri ko'rdim. Bizning xabarimizda bor Uyg'ur xalq so'zcheklarida bir alvasti bilan ilishgan qahramonlarning hikoyalari so'zlandi. Bir qo'lini kessa 2 o'pdi, bir beshini kessa 3 o'pdi. Uni haqqancha haplashibmi o'tiramabdi. Uningdan keyin shu orliqda bir aql dana chiqib, "Ey Batur, buni o'tdamoqchi olsang, buning jini buning o'zida emas. Buni falon yerda bir murakkab bir yerda mandaq bir yer saqlanib qolganlar. Aşağı verib shuning jinini kichikkin bir narsa yadbetal tuxumda yoki bijital bir narsa silib, oshini o'zini mijib etsanglarmi o'ladi bu?" deb bergan hikoyatlarni anglaganmiz. To'g'rimi? Buning har xil variantlari bor. Ya'ni xulosalab aytsak, Alvasining jini nerede degan savolni so'raydi qarindoshlar. Biz bugün şu kadar muammolarning ichiga kiramiz. Bugün psixopop turma kirib qoladi, bir şey oldu, öğün bir şey oldu. Bu hammasi Alvasining o'xshamagan qo'llari. Birini kessak 2 oldu, ikkini kessak 3 oldu. Bu mesele hal olmaydi. Jini nerede bu Alvasining? Bugün mushu savolni hammadan o'zimizdan bir so'rash orqali programma kiramiz. İnşallah jinini topganda nima qilishimiz o'rganamiz. Yana bir masala, mushu orliqda jang qilayotgan, futbollar bilan haplashayotgan, kallasini chipayotgan baturlarning bir ko'rinishi bor bu yanda. Yana bir tarafda tog'larning jilg'alarida ishayotgan, o'zining halokatlik manzillari bilan yigani izlanayotgan yana bir tavakkulchining hikoyalari bor bu yanda. Bollywoodning filmlarini ko'ryapsizlar. U nima qilyotdi, bu nima qilyotdi degan bir narsani o'ylab qolgan vaqtimizda amaliyotda ikkisi bir narsaning ikki beshini izlayapti qarindoshlar. Buning uchun bu bir qancha suratni sizlarning kallanglarga bir xotirma shaklda bir xotir shaklda qo'yib qo'ydim. Qolganini bugungi leksiyani anglash jarayonida inshaalloh hazm qilishimizga foydali bo'lsin uchun qistirib qo'ydim. Ekranimizda hammalarga tanishlik bo'lgan Dilyar Musabay efendim bor. Assalomu alaykum Dilyar efendim, hoş geldiniz. Assalomu alaykum Ahmadjon efendi ve barliq ko'rarman qarindoshlar, hammanglarga salom bo'lsin va hammanglarga shu vaqtda xayrli bo'lsin. Amin. Sizim salomat bo'ling. Allah xayrli qilsin. Bugun mustaqillik kurashlari zaten qanday elib berilganligi haqida sizningki nazariya emas, balki bugungi real qismatlarga nisbatan xato tushunilayotgan ve azdırılış xarakterdeki izohatlarga sebep bo'layotgan ba'zi rengarang dunyodagi ko'zishlaringizni anlashni niyat qildik. İnşallah Allah xayrli qila. Merhamet. Gap sizda. Rahmat. Bu yerda biroz qarindoshlarga men temining o'zgarganligi to'g'risida bir nimani deydiganimda majburman. Ya'ni asli bu tema bugun mustaqillik, Sharq Turkistonning mustaqillik kurish qanday bo'ldi degan temada so'zlashmoqchidik. Ammo men shuni to'g'ri ko'rdim, birsiga bu xalq imzo to'plash harakati to'g'risida tushunchalarning oxirisi to'liq bo'lmabdi. Uni bir xulosalab o'tishimiz kerakka. Hatto bu yerga yig'ilgan imzolarning nerede saqlanayotganligi to'g'riliq, qanday bo'lganligi to'g'riliq bir tushuncha berib o'tishimiz kerakka. Bo'lmasa bu yer biraz çalıp kaptı deb o'yladim. Ondan keyin bu nimaga yaqinda men to'g'riliq nihoyatda yaxshi bir ama senariysi biraz çiğnib qolgan shaklda bir nima ishlanibdi, bir filmday buni. Shuningga bir zot aslida men karim yo'q o'tib ketaveray degandim. Chunki yangi bir bosqichga kirmoqchi edim. Ammo ba'zi masalan xeyli ko'p qarindoshlar buni bir tushuncha berayotmasam bir nima paydo bo'lib qoldi ekan degan shaklda bu iddaoga men tushuncha berishga majbur qoldim endi. Shuning uchun bugungi programmaning temasi qarindoshlar biroz o'zgardi, biroz emas, xeyli o'zgardi.
Yani bugün biz şu aldı bilen düşken bir şiki iddiaga bir cevap bergeç. Onun kendin şu Halk imza toplaş hareketi doğrusida biraz to'xtalaydi deb oxirgi xulosamiz shaklida bir ashyo to'xtalib deganni to'g'ri ko'rdim. Bizning hozir bu bir amaliyotda bir yaxshi ish, siyosiy kun tartib tez almashib ketib, masalan o'tgandek haftada programmada shu Mehmet To'xti va Ömer Qanat apandilarning savollari bir javob shaklida program qilarsak, u nisb bo'lmay qoldi, ammo bu hafta yana nima o'zgarib ketdi kun tartib. Şuna bu bir yaxşı iş, kun tartibning jonliq turishi, tez o'zgarishi. Şuna bu orliqdan yenidan chiqqan, ya'ni xalq bir narsaga talash tortish qilayotgan bo'lsa, biz undan beshimizni tortgandek boshqa narsaning gapini qilishni men to'g'ri ko'rmadim. Chunki bunda qilsak biz statikoga o'xshab qolamiz-ku. Bu statikolarning ishi bu. Xalq bir narsa deyishyapsa, uning chatovi yo'q. O'z oldiga o'zining sunniy kun tartibi bilan ketaverish. Bu mevcut çirik teşkilatlarının işi. Şunun için ben kun tartibni keyniga tortib, şu o'tgan bir haftadan ayağı qarindoshlar so'zlashayotgan tema to'g'risida bizni to'xtalaydi degan shaklda temani biroz o'zgartdim. Shunga kechirsizlar va to'g'ri tushunishlarini umid qilaman. Xo'sh. Shunga endi men keyniga bir slaydlarni, bir narsalarni avatdim. Shuni ekranga bera olsangiz. Tamam. Xo'sh, qarindoshlar, bugungi tema ya'ni indigenous people doklad qilib qo'yibdi bizni degan ders chiqqandan boshlab, bu to'lqin chiqqandan boshlab, oxirisi xalq imzo to'plash harakatining natijasi. Ichi bo'lgan orliqni bir xulosalagan shaklda minishni to'g'ri ko'rdim endi. Shunga barliq qarindoshlarga shu to'g'risida bir nima berib o'taman. Onun kendin tuvandagi 4 nuqtani so'zlashimiz. Buning birinchisi amaliyotda bir nuqta emas, faqat bir iddia edi. Bunga javob berib o'tkazsak, lekin bu bir akademik organdan chiqqanligi uchun bu bir ayrim bir nuqta qilib qo'ydim. Ondan keyin ikkinchisi, ya'ni Uyg'ur tadqiqot instituti bir bayonot beribdi. Bundan Sharqiy ishlar program bayonot qaytargan bo'ldi. Bunga azroq kiramiz. Onun kendin bir nachar film, yani senaryosi çenip kalan bir nachar film işlenip dümen doğruluk. Bunu film deb atayman çünkü bunun senaryosunu yazgıcı, baş personaj, avaz görüştürücü ve rejissor hemisi var. Yani benim vatanda bir tukunum varken, bu tukunum vatanda yamançoğun sotçiken ve bu tukunum kesmegen adam kalmaptı yani. Yani Oğulcu şehirde başka sot çıkarmadı. Birli sot çıkarttı. Bütün Uygurların şu kesidge o benim tukunum kendi. Onun kendi hazır için im buldu. Buna ait kıskalam sözler ötüp geçiştirişime. Yani indigenous people'dan başlap hazır için nimiş oldu zaten bu boğa işlemi. Ancak emdi nimi bulundu. Bu şu şekilde bu bulungan ötken ki iki ayma, iki yarım ayını bir kulası öteyliği de doğru gördüm. Eğer ruhsat kısanlar başlayıp gittiniz, keyinki belki özsünüz. Ama Uygur Tədqiqat İnstitutunu en aldığı çıkır koygan bile, onun en ahırsızı kelimiz qarindoshlar. Onu fakat nemi şeklinde alaydı bolsun deb bir akademik organ boğaşqa çıkırıp koydum. Hoş, endi keyinki belki kesek, hemen da doğrularda, WhatsApp'larda nimelerdi köygəndək, benim Oğulcuda bir tukunumdan başka sot çıkarmaktı. Benim bir tukunum belki şu en yaman sot çıkıyor. Ve hem adamını kesip de. Onun kendin mandakçı bu Xitay nimesi de bekçe uçuraydı. Bir adamın baş resmini çıkarıp koyuplar, astığı nimi yazsanız o rasop kalmaydı. Onun dikin en çandoğa yeri bunu kagallarının. Bu çıkargan baş resim olanın tigide aşkatını yıkılarsınız. Anda Xitaycı xat var. Xitaycı xatını yıkıldığına ben Xitaycı bildiğin qarindoshlar okusun.
Aşı Xitaycha bir cümle var o, ben kökü boyap koyuyorum. Bu aşı seni çıkarıp koygan resimnin astidagi xat. O xatda deydi ki, avvaldagi Çiğce isimli demek. Yani ile Kazak Abdunum Oblastlık Sotno Minşi Şımpen deydi. Birinci bölümü dedi. Minşi Şımpen diyen Nimo'ya kapaklaşlar. Şu bir tokay adam kesti, onu kıldı, bunu kıldı diyen kapaklaşlar. Minşi Şımpen diyen Nimo. Asıl şunu ayak vereceksin. Aşağı hasta. Aşağı. Bu bizden kıyırındaşlarının kalı bunda işler işlemi geçke. Vakti yetmeyecek de ben tercih koydum. Google'a kirib, Xitoy xatni kesib elib, Xitoycha Uyg'ur hozir Google'ni tarjima qiladi-ku. Yozsanglar ayaga haftalab soti degan xat chiqadi. Ya'ni birinchisi u mening tuqqanim deyilgan odam haftalab Shu sotining tuqqaningizmi, emasmi? Tuqqaningizmi? Tuqqaningizmi lekin? Apam tarafdan jiroq tuqqanimiz, apam tarafdan tuqqan. Aha. Birincisi bu. Haftalab soti, ya'ni haftalab soti degan nima? Yani ben bu vatandagi qaranglar hech qanday tuqqanim bilmay aloqa taqmali 20 yil olay dedi. Ben zaten şu olcuda bir maktabda o'qigan vaqtda yotoqda yotgan maktabda shu vaqtdan tortib mening aloqalarim kesilgan, uydan chiqib ketgachqa asosiyan. Bu yerga 3 yilni mayaqa 16-17 yilni qo'shsaq 20 yil oldu men hech qanday tuqqanim bilan tuzak aloqa qilmadim. Ben 17 yilda hech qanday yo'q-ku. Bunun kendin o tuqqani deyilgan odam ailelerinin ajrashgan vaqtida mülkni bölüş kelishemese her ayollar. Ya kelishtirib ajrashtirdigan ya bo'lmasa sot bilan ajrashtirdigan haftalab sotining sotisi. Dunyoning nerede? Yani manda o'yladimda bunu o'qib tushunolmagan, hammasi tushunolmaganligiga ishonmayman. Ammo ba'zileri onu ko'rib turib qasddan qiladi, bexastalikni chiqarib o'tib qoladi, ammo eng asosiy masala ma'lum. Kanuni işler komitetining mudiri xalqaro qonunning nimaligini bilmaydigan bir tashkilotdan ko'tarmachilari zaten qonunni shunchalik biladi. Jinoiy ishlar ayrim, yana birsa ayrim degan narsalardan xabar yo'q-da. Buning uchun bu yerda adam kesiladigan ish bo'lsa, uni boshqa sotchilar kesadi, qapoqlashlar. Shunga bu senariyoning nimadan chiniqqanga yerichi bu. Endi bu mana bir ish borchu. Bu neçe evlat zakımızdan pakiz adam buluşu o kadar nocinez ki. Zakısı da mitçil adamlarga okşamaydığı yeri bu. Karşı taraf siz doğruluk bir karı çamlığını atqa vaxtıda karı layını. Bunu yalnız tolsa bir itivi tipli kalmaysınız. Zakınızda o kadar işleş kısınız, özünüzden hayatının o kadar pakizlik tutar. Karşı çamlığını atqa adamdan berip tüşküdün onun kuyruğunu tartıp çıkıp halka köstüp koyalayısınız. Şunun için bugün bu filmde kim yazdı? Rejissörü kim o? Bunun artistleri kim o? Bunu bir halka bir köstüp koyuşuna doğru gördüm. Çünkü bizge onda karalayına atkan bilenler iş düğmeydi. Biz sizin tüşkünle kırıp tartıp çıkışını bilimiz derinleşler. Keyinki bet görseniz bu çinip kalan filmde kimlerin işliğini bir görelim. Hoş, bizim filmimizden katnaşmışıldır diyen bir kancısı var ama onların ikinci kısımda çıkaraydı da hep koydum. Birincisi, bu bulungan moşinesini bir adamın baş resmini kesip bilip bunun astığı yazılgan hikayenin senarist diye bu filmde yazgan adam bizden on taraf üstündeki Amerika'daki Hamid Koymici. Bunu kanda bilimiz desenler kıyırındaşlar. Hamid Koymici 4 adam bilan paranglashdan o'tgan birqancha yillarni yag'i va Amerikaning qonuni bo'yicha agar bir odam yana bir odam bilan sotlashadigan ish bo'lsa
Bunun bilan paranglashgan ovozlarni ovozga ilib sotda ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun 4 odam, sen paranglashgan 4 odam sening ovozingni oldi. Ve hozir qo'limizda 10 soatlik ovozim var. Ve men o'tganda hukmini ko'rsatganda 10 soatlik ovozdan faqat birsini sotda ishlatilib yangdi. Bilsan bu? Texi sotda ishlatilmagan 3 qism bor. Uni sotda boshqa da'volar uchun ishlatalaymiz. Ya'ni u nimalardan birisida hamid qo'ymichi sen bu gaplarni davetib qapsan. Anladın Ama tesiriga kelsa, agar bunday bo'lsa, ochig'im kelsa, g'uljudagi palonchi tuqqunni manda deb sistib, manda qilma degan gapni davet qilsa, ovozim bor bizning qo'limizda. Tushundingmi? O 20 yilning yog'i aloqa qilmagan bir odamning bosh rasmini chiqarib, o'zi bilan hech qanday munosabat yo'q narsaning ostini to'kirlab yezish, kelsa sening qo'lingdan keladi. Çünkü senin 10 saatlik avazını anlayan vaxtida bu xalq seni düşünüdü. Tamam, tazoptan düşünüdü. Hazır muamirkekiler hel düşünüp kaldı seni. Ama de yeterlik emez. Yani bu Hamid Qo'ymichilik men o'tganda degan Virginia shtatlik nimadan qo'ymichilik nimasi bayqaldi deb hukm chiqqan qo'ymichi mushu bizning uylik cho'nglarning pulini qo'ygan hozir Amerikada. Xo'sh, amal bir tunishtirib aytaylik. Yani senarist bu, senariyani yozgan bu. Ondan keyin rejissor, bu filmning rejissori Ferhat Yo'ronqash. Yani bu Ferhat Yo'ronqash efendim. Yaşımda 60'qa baray dedi. Bu Facebook'taki qaysili yağan isminin kendi IP qo'g'lasak siz chiqaveramiz davay. Ya. Qancha hisoblar bor sizlar Nabijon Alashkunlarning qancha hisobi bor. Shuning uchun yani bizning rejissorimiz bu. Bunun keynidan baş rolda bularga ismini chiqarib qo'yib yezib taqatgan birisi bor. Buni Mahmud İsmail, ben familiyasini qo'shib aytdim, bemavjud. Yani bunda adam yok arkadaşlar. Çünkü Avustralya'da bunda bir qaro tökmetni o'zining nomi bilan choplab, yezib, mening advokatimdan qutlalaydigini tek tug'ilmadi. Tamam? Shuning uchun bular buni o'ylab yetib, yolg'on odamdan birini ijod qilib chiqdi. Yani Avustraliyada hammadan bildi bunda odamlar yo'qligini. Şuna baş personaj ya to'qilma personajda filmlarda bo'ldi bu. Buni to'g'ri tushundim ham. Chunki o'zining ismiyle chiqib uni qilishga yurak ketadi va u yurak yo'q. Uning kendidan hammalar anglagan ovoz artistimiz var bizdan. Ovoz kirishtiruvchi için. Bunu birisi o'qib taqibdi dedi. Bu ovoz kirishtirgan kishi Turkiyadagi Zeynura Keren. Shuning uchun qarindoshlar, men bu bu to'qilma personajini chiqarib aytganda 3 aylan bilan biraz azroq ma'lumot berib o'tay sizlarga qarindoshlar. Shuna bizning senaristimizga bir o'tsak bu oqibatga. Ovozimiz yo'q Ahmadjon, mute. Mesela bir savol so'rash to'g'ri ko'rdim men. Oldin qatimliq bir qancha programmada bir qancha kishilarga o'xshamagan shakldagi o'ziga munosib qolgan siyosiy laqam deb atalgan atalg'ini bergandingizda. Bundan qarta inkoslarni bo'ldi, qarshilik noroziliklar bo'ldi. Bundan keyin diqqat qilish to'g'risida taklif tavsiyalar bo'lgan bo'ldi. Bugun bu Hamid efendininki qo'ymichi ekanligiga qarta sizning dalil isbotingiz yoki binosi kerak bormi yoki xalq tarafidan e'tirof qilgan ismmi bu sizning qo'ygan ismingizmi? Bu da oqibatda dalil isboti bor. Herhalde shunday qismlarda, shunday narsalarda buni boshqa yerda desakmi, ekranda demasak yaxshi bo'ladi degan bir taklif bor. Biz qo'llaymiz buni. Ekranda emas, buni Amerikadan sotida deyilgan gap. Xo'sh. Bu da oqibatga. Mana ben aldım kettim köşesem Hamid'de bu yerden kesip ağını çandırıp yaptı. Hele anasılıksı, muş 5 betlik hükümde koymiçi diyen gap var. Ülken kettim sizden programı köşetken bunu. Virginia ştatlık sotunun hükümü. Bunu yani bir köşepe Hamid
isim kelsin. Yani demakchi bo'ldim qarindoshlar, men bu da'voga kirgan vaqtimda, ya'ni bu qitim bu Sharq Turkiston ko'rishga kirgan vaqtimda men bir va'da berdim. Ben shaxsiy ishim bilan vatanning ishini aralashtirmayman dedim. Ve hozirgacha aralashtirmadim. Her qanday ish kelgan vaqtida ne shaxsiy do'stimga yon bosdim, ne shaxsiy qapiliqning babirasini bekor nima qilmadim. Açık tanqid qilmadim. Ben faqat vatanning manfaatiga kelgan yerida maydonimni bildirman. Hatta men to'nimaydigan odamlar vatanning manfaatiga ziyonli gaplarni yo ishlarni qilgan vaqtida uni qarshi chiqaverman. Men to'nimaydigan odamlar vatanning manfaati to'g'riliq to'g'ri gap qilgan vaqtida men uni qo'llayman. Mening prinsipim bu, yani vatanning manfaati men uchun shaxsiy munosabatda ustidan deb chiqdi. Oldingi bir qancha qitimliq suhbatdagi inkaslar va ifodalarga qarab turibmi, shunaqa biroz shaxsiy g'araz muddaolar yoki gin adovatlarniki purg'i bor degan shakldagi inkaslar borda. Yo'q ekanligini yoki undaq aralashtirmaganligingizni, masalan, o'zingizningki yaxshilab davosiga aloqador ba'zan bayonlarni berdingiz-ku, izohatlarni qo'shdingiz. Ya'ni u qo'shilishi hozir siz da'vatgan shaxsiy bir g'arazning aralashmaganligi bilan qanday bir tushundirish berish mumkin? Nimadan qo'shilishi? Masalan, oldin qadimliq programmalarda sizningki da'vo ochtiringizga aloqador gap so'zlar bo'landi-ku. Oilada manda bo'lgan degan shaklda. Ya'ni yaxtalab da'vosi bo'lib, Amerikada bir degan, ya'ni shaxsiy hayotingizga aloqador masalalar o'tirib chiqdi-ku, shuni qo'shildi-ku. Tabii. Bunga qarab kishilar ajnaq tasavvur qilgan edi-da. Hozir siz dedingizki, men o'zimning shaxsiy narsani aralashtirmayman dedingiz. Undaqda hozir bevosita Hamid efendi bilan bu shaklda oradagi shaxsiy hisobotniki gapining chiqishi hozir siz deyotgan gap bilan zid emasmi demoqchiman. Qarang, shaxsiy hisobotning chiqishi deydigan gap, agarda birsi sizning 2,5 million dollar pulingizni qo'yib olsa, atagandika chiqib turlaysiz. Anladingizmi? Ashunda shaxsiy ishini aralashtirib oldi degan inkas qaytaruvchilarmi? Mening bir 2 million dollar pulimni qo'yib kelsa, men nima ish qildim degan o'ylaysiz. Ammo men hozirgacha bu gapni deb baxmadim. Faqat bunun yana ayrım yana bir şahlanışları buldu. Fakat ötken şunu yağı bu Amerika'da demigen gibi kahve diye koymuş. Ve ahırsı da sotma hükümü çıkardı ki Hamid bir koymuş. Ve bir bulungan iş, yani bu senaryonu yazıp çıkaşka ben bunun senaristi olarak dağıtım. Bu işin uçlarından çıkaşka mahketim kıyındım için. Yani bu yerde bulungan iş şu. Şahsi işimizde kanda ağrıyımız. Mesela bu işte Hamid shaxsiy ishni qanday araymiz? Qara Hamid, men sana deb beray. Ostiga yozib qo'ydimchu, kichik nimaga? Skopga. Qarasanglar, o'rta asrdagi mahkumlardek aldirash deb yozib qo'ydim. Ya'ni o'rta asrda 1000-yillarda, 1100-1200-yillarda G'arb dunyosida nihoyatmi qorong'u bir davr bo'lgan. Bu qorong'u davrda mahkumlarni, yani ölüm cezasına hüküm kılınan mahkumlarga ölüm cezası bergende 5-6 xil türlük öldürüldü adamlar. Bunun birisi kallasını kesip, yani kallasını elip cezalaydı. Yani birisi dargı esip cezalaydı. Bu ikisi en yaxşı nima? Ölüm, en tez öldü. Bundan başkaları nima degende kırışkı mıklaydı. Bunun degen zihni, qo'ziqni yegi qeqib, ashning ustiga o'taqni qo'ydi. Öpkisiga kirkishdi da qo'ziq. Onun dikene Qaysar Jurekni ko'rganda qo'saqni ichib, uchay bag'rib sug'urib o'ltirdi. Bular ham ham ichinishdilar. Shunda bu o'rta asrda mahkumlarga nima deydi desangiz, sotchilari. Seni bir oydan keyin o'ltiramiz deb qo'yib chiqdi. Chiqayotgandan keyin haliqi odamlar, mahkumlar bir oydan keyin meni qo'ziqqa o'taqib qo'yami yo kirishga mixlab qo'yami? Yakımız 3 ay bağırımını çıkarıp alamı deb qo'rqanchilikda yalvurishga boshlaydi. Nima deydi desanglar, meni aytilar chiqib esvitinglar bir ay saqlamayman deydi. Ya'ni bu yerda bulungan ish bu bizning Hamidni oldirab ketishi. Meni aytilar chiqib esvitinglar degandek-ku. Ya'ni bu hukmlar chiqdi, bu narsalar chiqdi, parcha qilib tushdi. Shuning bilan o'zicha bir ovozida degandek
Falançı tutqunni manda qilib ses tutma degandek ses urunishiga kirishdi. Endi mening deydiganim nima o shaxsiy ishni aralashtirmaslik uchun deganda mening deydiganim shu. Hamid, sen o esilishga aldırma abay hikoya vujudganda esilishga aldırma. Sot menga men sening ishingni bu gapingni chiqarmayman o'zimni yo'lga ketyapman. O sotning egisi men. O sotning hamma narsasini uydagilarimiz imzo qo'yib menga o'tkazib berib qo'ygan. Sen ikkinchi sotda kim guftag'ini o'ylayapsan. Kim guftadim deb qaraysan. Egisi men o sotning. Shuning uchun ne uydagilarni avarim qilma, o'ttirsiga salachilarni sanma, manda o'si berib o'timi, anda o'si berib o'timi deb bag'it jadamni avar qildim, yolg'onchi qo'y. Ama ikkimiz sotda bu ishni hal qilamiz. Hem manda Diler efendim aslındaki inkas yani Ahmetcan. Yani mening demoqchi o'g'lim mustaqillik kurashlar qandoq bo'ladi degan e'lonni berdi. O e'lonlarla hozir da'vatni munosabatini tushunmayapman men. Ya ben aldığını düşündürmedim bu biraz tema özgerdi. Arabay kiriş sözü devettim beşinin göz düşündü. Şunu için Hamid kardeşimiz minayeti sütunlar dep çıkıp aldırıp fırlamay. Sen sakla al sotun nesile hükümünün vakti gelgende seni kozu kotağızmız. Anladın mı? O sot boyunca bana da kalayım karşılarını derip ağırlaşıp kalayım kankama otta demekçi ben. Şu vaxtda şəxsi iş ayrım bulundu. Yani sen anladın ki bana otursa kirip bunun gibi bile var mandaki andaki diyen yerindaşlıklarımı avarım mağla. O yani emeden şunu da hazır. O iş şu için mağdur. Hem de bu da akıbet göstermez. Hoş, bizden rejisörümüzü gelelim. Bizden rejisörümüz Parat yorum şaşta bizim geçirsizler yorum kaç efendim. Yani Parat yorum kaç efendim. Bu işin kendindeki qaysi hesaplar demiş qilganingizda yamizda ko'rdik. Bu IP tekshirishda o'ylagandek unda tasdiqma ish emas asli. Qarang, men sizga bir tarafdan aytimi adil şekilde, siyasi şekilde, belinin dönüge düşmegen şekilde, urug' tuqqanga kirmagan şekilde biz sizden sual so'rayapmiz. Yani 2011 yil ichilgan avtonomiya yig'inida bizning ishchimizda avtonomiya aldiganlarga ait ko'p degan odam siz. Ovozimizda ham qo'yib berdik. Ana şu xabarlarda ovozlarimiz bor. O'zi biz yasab chiqqan ovozlar emas. Erkin Asiya Radyosu'nun reportları. Biz sizden bir sual sorduk. Yani bu avtonomiyachilar kimler? Ya bizim günahımız bu. Yani siz götüremegen narsa bu. Bunu demiş ki cevap veremeysiz. Bunu ki cevap veremeysiz. Onu ki yağa isimlerle, yağa isabatlarla Akak'ın 20 yıllık körep bakmadan tukununu götürüp çıksın. Ben bir sual sorayım Ferhat Yoron Kaş efendim. Sizden kıynattığınız şunu alıp Germaniya gelip oynap gitti mi gitmedi mi? Bunu dikin telefondaki ötkendim Mirzat Yolbas kayranışımız çıkarıp koyduk ya. Anda mesajlarımız çıktı. Kanda bir teşkilatın muavir reisi başında bir uçurları çıkıp yine oturdu aş vazifede. Nicat Durgun mu tılgaldı ötkende. Yani bizge ahlak ögütüdüğanlar özünün ahlakını bilsin. O yani özünüz kılısız kıldığını, videonu özünüz tatsız, onunki özünüz kığa ayalga katizip tehdit salısız videonu taklit etmedi. Yani imige kirmeyimiz. Görüyorsunuz mu? Kirmeydiği yerlerge kirmeyimiz ve bir teşkilatla muavin reis doğrusunda bunda iddialar çıkan olsa şunun için bu bizden rejistörümüz. Nima Ahmetcan telefonunu tüyge vaktinde aldığımız hazır çiğneyim kırmaydı. Şöyle de bir şey ettim. Aziz kardeşler telefonunla hazır kirsek gep uzarap ketdi. Şu avaz gepini tügütili. Sual cevap şey başlandı degan chaqda analikan qabul qilamiz kanlar. Xabaringlar bo'lsin. Xo'sh, davom qiling. Şuna bu hem de rejistörümüzge dep koyduğun gibim. Bu da akıbet görsek bizim avaz artistimiz öyle bir tanışıp çıkaylıcı mı?
Qarindoshlar, shu yağan filmni ishlab, yezib, to'rlarda bir ayolning ovozidan angladinglar-ku. Bu ayol bu yoq. Ovoz kirishtiruvchi Zeynura Kiram. Ya'ni shu rasmlarni bir yiqiltib ko'rsatib qo'ying xalqimizga. Ya'ni bir belbaq bir yo'lning deymi, konsulning deymi odamlar. Buyurun. Endi siyosiy jihatdan tanqid bo'libmi butun xalqning bu da'voning ichidagi, bu kurashning ichidagi siyosiy masalalarning xato ketayotganligi va o'ziga vakillik qilmayotganligiga qarshi imzo to'plab o'zining siyosiy irodasini o'ttirib qo'yishi bilan abi qo'ymichining yozgan ssenaristi yana bir yağan hesapta dünya rekordu buzulduğu adamның orunlaştırışı ve bu yakının avaz verişi bilen bir hikaye topup çıkıldı. Hem de bununla halk özü baha versin. Tamam. Hem de tüvengi düşersiniz yeni bir betke bir yerlerden tez öt giteyli. Tüven dereceli kötemçiler. Tağı ciyen ya palancının ciyeni kelgen münasebet gerek mi? Buyurun. Ana baş resmini koyup astığı hikaye yazıştığın iyi iş açtı. İyi iş kandı. Nuri Türkel efendim Ablet Abdüş'ün ciyeni. Kadaklısı. Aslı bu onu kıkan bu bunu kıkan deyip yapan senaryolarını yazmayımız. Kadaklımız bunu. Nuri Türkel'le açık asamda. Kadaklımız. Yani tağı o bu kurultayının işçideki bunda dadı bala anı balı münasebetlerini kösenler karindaşlar. Onu kim bilirler. Tamam. Şunun için tağı ciyen yakılması dadı bala Avrupa Şarkı Türkistan Milli Armiyasının en akırkı komandalarından Muhammed Emin Eminov'unu zehirlep ötteki adamın balışı azı kurultayının işçide. Tağı ciyenimiz dadı balı münasebetler. Değil mi? Şunun için yani bundak bir nim var ki onda bir tutqunu var ki andak ya mandak qıptı dep abiyam üstüdü gösterkenimdek onun altı yazıqlı Xitaycha tercümemi qıp bakmay qalqtiş unda asan bo'lmaydi. Bunun qaytib kelgan yeri bo'ladi. Uni taqat qallarning to'shikka kirib, quyruqdan tortib chiqib, kimligini bunda xalqqa ko'rsatib qo'ydigan ish chiqadi. Xo'sh, bu daqibat ko'rsak ben tazıcık sual cevap kıldığına fırsat yapıyor. Yani mandak oynamışlar qarindoshlar. Bu hazır muşu manda işi varken, manda tutqunu varken, manda qıyıtıptı dep yağan narsani yezib qo'ysanglar, o'zinglarning to'pida o qilishib bersanglar, bu narsalar yo'qib ketadi. Yani abi G'ulom Osmon efendimning kitobidagi Sharq Turkiston Milliy Markaziga Uyg'ur qurultiyi deb kelgan Xitoyning hidi yo'qib ketadi. Hesap emas ularda. Ondan keyin oltiga bir atqa imzolarini yo'qib ketadi. Indigenous people taxtisi o'tag'anlar Ömer Qanotdek unda taxti yo'q degandek gazg'aynib ketadi bu. Yo'qib ketadi. Indigenous people dokladlarni dunyo Uyg'ur qurultiyining to'g'rida o'chirib asiliyor. Hesap emasmi? Yo'qmi? O'shani yo'q hesapmi? Bu kadar oddiy o'ylamsizlar. Ya bu xalq o'tgan necha oydan ya ko'rgan dalil isbotlarni hamma narsani sizlar shunda bir tayinli bir narsani yezib chiqib başını taqib etsanglar bu xalq unutib qolamdi adamniki. O'sha ishlardan qolganlar. Shuning uchun bu narsalarni unutmaylik qarindoshlar. Ya'ni bu yig'ilgan 10 ming imzo olsun yoki bo'lmasa bu xalqning sizlarga bo'lgan noroziligi ular uchun. Bu hatalıklar için, bu yalganlar için, ekranın aldığı çıkıp zat atmasından bizden peşanımız o çıktı diyeleydi Allah'lar için. Şunun için karşı çıkmadı bakalım. Onun ki yeni bir nesini unutmam. Bunu bedemdikinde. Şunun için bu işlerin sebebi ve nimeleri benim şunda qarindoshlar. Bugün ben amal var kıskırak yakılıp, çıkrak şu bulungan nes doğruluk suallarını ilişkin doğru görme. Şunun için ben kıskırak kılımı. Onun için bu da akıbette ben bir tebriklaydıgan, alkışlaydıgan bir nesini rahmet etmekçiyim. Yani bu iddialar cevap olsun.
ya'ni Dilnur xonimning, Fransiyadagi Dilnur xonimning bu ishni sen qilmagan, nima uchun yolg'on qilasan degan narsasi men olqishlayman. Buni Dilnur xonim keyin o'zi bergan tushunchasidimi debdi. Bu yalnız bir teşkilat, yani bu kurultay qilg'ashqa emas. Men bu unda qarmayman. Yani bu kurultay bunda qildi, shuning uchun men buni olqishlayman deb aytmayman. Dilnur xonimning boshlatgan narsasi yana bir tarafdagi islohotning yo'li. Yani bu da'voda siyosiy axloq degan narsa bo'lishi kerak. Bir qilgan ishni yana birisi men qilib oldim deydigan narsa endi tugish kerak. Bu ilmi 10 yilni yog'i teşkilat kurup bakallar bildi bunu. Bu yalgancılıklar, bu sahtibazliklar, xalqning aydab ketayotgan poyezini ishtirib, men ma'nguz etdim deydigan bu narsa, bu bizning yani bu Uyghur davasının kronik kesilici vasti karakterlik kesili. Bu narsada Dilnur xonimning jasurani maydonga chiqqanda men olqishlayman. Hatta aşında ishni biz qilishga tamshansak-mi, mesela Dilnur xonim bir narsa qilsa, biz aman biz qildik deb chiqarsak, bizga qarshi mushta jasur bo'lishini umid qilmayapmiz, qarshi olaman. Hammaylar nashta bo'lishi kerak. Bu da'voda siyosiy axloq bo'lishi kerak, siyosiy axloq. Shuning uchun men Dilnur xonimni olqishlayman, Sharq Turkiston yoshlar qurultayi nomidan va bundan keyin hamma tashkilot sagak bo'lishi kerak. Mana shunda turish kerak. Agarda mana shunda turgan vaqtimizda hammamiz bu yerda poyezni ishtirib amaliy ish qildik deydigan qanday tashkilotlarning nimasi sal to'xtaydigan bo'ldi, chunki haddini bildigan bo'ldi chegarasini. Bu yalnız bu qurultayning deb aytmayman. Har qanday tashkilotlar shunday qilishni tamshildiganlar hammasi sal to'xtatish kerak. Shuning uchun men esimda mening 2008-2009 yil o'rta maktabda bir rasmlarni qo'yib biz bayroqlarni ko'tarib Uyg'urlarni tonishtirish kuni qilsak, Dunyo Uyg'ur qurultayining safarbarlik chaqiriq bilan bunda o'rta maktablarda bunda ish bo'ldi deb xabar berganchu. Hamlatimizning hech qanday aloqamiz yo'q vaqtlar. Shunga bu narsani ko'rishlar. Masalan, Volkswagen masalasini biz qildik deb doklad berib so'zlab yurdik qurultay. Volkswagen meselesini sizlerden nimqig'inalarni bilimizda, nimqig'inalar keyin kelaydi, juma. Bir yumruq istog'im keladi. Va Xitoy Kompartiya o'zini nachiq dang'iltib keyin ba'zan hazilkash aloqa chaqchaqlar odamlarni jinaldigan qarindoshlarimizning shunday chaqchaqlar bo'lgan. Partiyaning yetakchiligida, g'amxo'rligida mahallimizning uy buqalarimi tug'yotidi deydigan gapni qilgan ekan. Ertagin boshqa chaqchaqchilar yana boshqa bir variantini o'tira chiqib qilishi mumkin. Herhalde bu Dilnur xonimniki mushu jasarati aslan maydonda bo'lish tegishli jasorat mushu bo'lmaganligi uchun jiq ishlar ekspres bo'lib ketgan edi. Biz qo'llaymiz buni. Yaxshi bo'ldi. Haqiqat bo'lish kerak haqiqatan. Xo'sh. Shuning uchun har qanday xalqlarni emas, tashkilotlarni üstüge yazıp koydum. Yamallık yaxşılarning yaxshilar sukut qilishga davomlashadi shu qarindoshlar. Bu yerda yamallık dedim bu inglizchadan tarjima qilish qashlar chiqdi. Bu yerda menda uyg'urchasida menda deyishim to'g'ri bo'lishi mumkin. Xatolik yoki bo'lmasa g'ayri niyatlik biz sukut qilishga ketaverdi davomli. Shuning uchun tashkilotlar sukutini buzish kerak. Bu narsani agarda o'ngshaymiz desak, bu kurashni davomli. Teşkilatlar bo'pti, mesela bizmi bo'ptilar, yana bir qitim yana bo'ptilar. Alki Amerikadagi radio va shu uruplar shu tayyorlik chiqarib turadigan. Bu gapni balkim sizmi bilasiz, butun dunyo tashkilot qurib baqqanlarning hammasi biladi. Bo'ptilar bilan o'tkazdik biz, bo'ptilar bu qitim, bo'ptilar. Hatto 2011-yili Gollandiyada o'tkazilgan potbol musobaqasini 2011-12 Bunlarda getirmedi şu balla. Hazırlıkta bu kurultayının yaşlar işlerine mesulü biz bunda Yuhan futbol müsabakası ötküzgen dep sözlep yürüydü. Hazır şu yerdeki futbol müsabakası doğruluk mu? Boptulardı bir buzsa anadaki çıkardıkça hemen neyse. Ve buzuluş gerek bu boptular diyen neyse. Dilnur xonimning bu qadamni boshlatgani inşallah
yana bir tarafidan yani bu gilamning yana bir pushqidan tutib yana bir bujigidan buni isloh qilishning yaxshi qadami bu bo'lishi kerak. Hamma tashkilotlar axloqni bilishi kerak, bir-birisiga hurmat qilishni bilishi kerak. Mesela Dilnur Hanımlarning instituti bilan bizmi birga namoyish qilgan ishlar bo'ldi. Biz hech qachon buni biz o'rinlashtirgan u keldi yoki bo'lmasa biz manda qildik. Unda siyosiy axloqsizlikni biz qilmaymiz va qilmaslik kerak ish. Shuning uchun bu yerda men haqiqatan olqishlayman Dilnur Hanımni, tabriklayman. Dilnur Hanımning yana bir inkosida ko'zamchilik qilib qolgan bir mazmun bo'lgan. Buni siz chiqarmay qolgan o'xshaysiz. Uningda beshida yolg'iz qo'yib qo'yishni o'ylaganlar haqida bir gapi bor. Kim bo'g'iydi shu deb bir muammo kelib qoldim menmi? Ya'ni bu beshida qo'llashga erishmaganligini deydi. Biz qo'llaymiz. Biz bu davoni isloh bo'ladigan tarafi haqiqiy bir xalqaroning o'lchami bo'yicha bir axloq bilan ve bir-birimizning bir emgekiga hurmat qilgan asosda bo'ladigan islohotni biz qo'llaymiz. Abay deganimdek qurultoy qarshiga qilganligi uchun emas. Qanday tashkilot bo'lsa bu haq bo'lishi kerak-ku o'tirsinlar. Shuning uchun yana bir muhim narsa mushadan ichiludi amaliyoti Dilnur Hanımning maydonidan, mush qo'ygan nuqtasidan ve inşallah bu o'ngishiludi bundan keyin. Aşağıda yeni bir islohot yo'li boshlanadi. Xo'sh, keyingi betga o'tsak, qarindoshlar bizningcha hozircha siyosiy literaturimizni xotirlaydigan bir odam bo'lgan bo'lsa, aslida mushta yashash jarayonida biz siyosiy literaturni to'liqlaymiz, shakllantiramiz va to'liqlabmaganmizcha. Literatur deb o'dildi bo'lib qoldi, ya'ni siyosiy lug'atimiz demdoq, siyosiy tilimiz, adabiyotimiz demdoq. Har bir bo'lingan voqea bir siyosiy hukm yaratadi, shu amaliyotda. Masalan, bizda hozir siyosiy literaturimiz xotirlanadigan bo'lsa, bizda hozir manda bir gap bor. Bo'lish kerak, qo'shildi endi. Ya'ni Ömerdek peshonam o'choq deydigan bir hukm qo'shdi biz uchun bu siyosiy da'vo. Ya'ni mushta voqealar bilan qo'shiluvchi to'planadi biz bildigan gaplar, ya'ni maqol tamsillar, siyosiy terimlar mushta shakllanadi. Shunga Uyg'ur tadqiqot instituti men degan oldingi ekranda degan gapim OECD şirketlerge məsləhət veriş doğrusunda bir yığın oldu. Bu yığında mən mandaq dedim. Biz əgər Şərq Türkistandan ədim bolsaq, biz bu şirketlərə məsləhət verməyimiz dedim. Bu yerə xata dedim. Desəm buna söz çəkəndə bu mu? Ya mənə gəldirim söz çəkə, onda nəsə olmaqdı bu yağınca. Şunun üçün mən onun üstünü yazıb qoydum. Yəni bunlarla deyinim o, bizdən bu Ömərdəkli peşanımız o çox da çıxdı bunlar. Hem de ben buna koşmuş tayarlık koydum. Uygur Tadqiqat İnstitutu qarindoshlar. Hazır bir asıllı var mı müşahede? Ya bu nesi yalgan deb telefon kılıp ondan yığın yok dedi kaldı var mı? Eğer yok desenler müşahedeni koyup vermem şu yığını. Eğer de ya şundan nesi var desenler ya ki tutsanlar ama bu bayanatlarını İslam'ı Ömer'dek peşan hala uçuk edip düşünümüz biz. Onun için bu yeni bir iddia. Ben biraz düşünemedim bu gapni. Qaysi Ömer qandaq peshonasi uchuqliqning alomati nima vaqaliki? Buni fahmladim. Ömer Kanat efendim onda taxtı yok, indigenous people degan taxtı yok. Bunu sizlar ijod qilibsizlar, bizning peshonimiz ochiq demidi mi? Demek Ömer'dek peshonasi ochiq deydigan bir terim chiqishi kerakda. Hozir agar biz siyosiy nimani bilgan bo'lsak, hozir bizning siyosiy literaturni xotirlaydigan mushtanimlar izohat berib, manda deganlik deb xotirlaydigan bir akademik siyosetning ilmini tadqiq qilgan akademiklar bo'lgan. Buni aşı hazil yoki chaqchaqchi yumor yasayoladigan qarindoshlar bo'lsa, buni millatning nimislarda yasab chiqalasa, ajnonda sindirish mumkin. Bo'lmasa, bu tabiiy yasalib chiqdi. Aşı tabiiy chiqdi uchun bundan narsalar gap shuni idrak qilish, shuni tushunish va shuni xotirlab, barliq tashkilotlar, barliq siyosatchilar shuni ishlatishga boshlasa, masalan, buningdagi yog'inga qilgan odamni Ömerdek peshonasi o'choq degan shaklda ta'riflasa, 200 yildan keyinmi bu siyosiy tilda qoladi. Okay. Sanada shunga
Ben bir şansı uçup bayanatın birisi boptu. tamam, bugünkü programın az qarindoshlar aslida e'lon qilingan bo'yicha mustaqillik inqilobining qandaq ilib borilganligi haqida bir leksiya anglaymiz savat xarakterlik deb o'ylagan. Ammo İlyar efendim bayatın deb ketdi. Programning boshlanish qismida bo'lib o'tilayotgan voqealiklarga biroz izoh berish xarakterida programning planida o'zgarish qilganligini deydi. Buningda mening xabarim bo'lmag'achqa ba'zan savollar yoki maslashmaslik kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Har holda tuvanda turayotgan qarindoshlarni o'ylamagan yerdan chiqqanligi uchun inkoslaringlar o'zinglarninki yugunidan sirtiga chiqib ketayotganligi ma'lum bo'ladi. Shunga og'zinglarning sert yerlardan chiqargan gaplaringlar bu yerga aytganmay dasqonga to'kmay aziz qarindoshlar. Adam yo'q yerga yurib kekir o'tib kelsanglar, bo'lmasa bu tip qolmasak bizmi sizlarni qaznoqqa tiqmaydi. Bu inkos qismini ko'rgan qarindoshlarmi rahatsız olmasın. İkincisi, ma'lum mezgil o'tgandan keyin o'zinglarning bugun mishada talash tartish qilgan shundoq sert gaplarni qo'llanganliklaring tufaylidan bir-biringlarning oldida xotir qoldi bilan yuzingni bir-biriga orasida uzilib ketadigan avval bo'lib qolmas. Zamaylan qandaqlik qilsak bir vatandosh, vatanning bolalari biz. Aramızda resmi Xitoyga ishlaydiganlar bo'lmasa, majatda bir diqqat qilib, so'z iboralarimizni diqqat qilib qo'ymasak. Girim tugadi. Xo'sh, mening nimam og'zini buzganlarni qazdan qaytib o'tishdan chekinmanglar. U nima emas, ya'ni oyaydigan narsa emas, chun sifat nimasini saqlaymiz desek. Endi bu nima hozir ustidagi, bu yana bir takrorlab o'tayman. Uyg'ur tadqiqot institutidagi qarindoshlar. Ya biz mush bayonatimizdan keyinida undan narsa bo'lmaydi, bu deganing yolg'on yoki nima deydigan qarindoshlar bo'lsa hozir telefon qilinglar. O'sha yerda bir yuzlashib o'taydi. Qo'shimiz tayyorligim bor degandek deb qo'yay. Bu bo'lsa bu bayonatinglarni shu ustidagi mavzu bo'yicha bularning peshonasi ochiq deb tushunamiz hamdamiz. Endi keyingi bet ko'rsangiz Ahmadjon, bu hozircha bo'lingan iddaolarga bir javob shaklida bo'lsin, ham bu daqiqat ko'rsangiz, ya'ni bu aslida nima uchun birilari tilashudi? Albatta hammasi emas, ba'zidir. Nima uchun bu abiyan mentalgan bu senariy o'ynab chiqiladi? Nima uchun birilari o'tirolmaydi, birilari sakraydi desak, sababi bu. Hozirgacha nim bo'ldi desak, xalq irodasini bildirib bo'ldi. Hozir sakrayotgan qarindoshlar, taqlayotgan qarindoshlar, sizlarning qarshinglarda Dilyar Musabay yo'q. Sizlarning qarshinglarda Salih Xudoyor yo'q. Sizlarning qarshinglarda yana birisi yo'q. Sizlarning qarshinglarda hozir 17 tashkilot va 10 ming Uyg'ur va ang'azda. Endi bu 10 ming Uyg'urga yoki 10 ming Sharq Turkistonlikqa buni deydigan salohiyatlar yo'q. Siyosiy salohiyatlar yo'q, qonuniy huquqlar yo'q. Bu imzo to'plaganlar, imzo atganlar, andaqchi, mandaqchi. Bu imzo atganlar, andaqchi, mandaqchi devatganlar balkim sen az sonli, ular ko'p sonli. Balkim xalq bu tarafda, ya'ni imzo qo'yib tushgan reisga, ya'ni aktivist reisga tushgan 200 biletni 50 geçsi onun karşısında. 50. Şunun için yani 10 mınga karşı 200, yani 200'e karşı 10 mın. Şimdi bu vakitte şimdi ulağa o 10 mın adamga yakımız bu imza toplaş hareketini biz başlap koyduk. Bizden hareketimiz emas, halkın hareketi. Bununla karıta sizler andakçı deyiştim burun. Başında deydiganlar bu teşkilat rehberleri. Sizler kim o? Üzerlerden bu sualını sorarlar. Belki az sandaki bölgünçüler mında da belki komünistlerin radyosu dekmegen xabarlarını hem de bir anlamda. Kim hastalık? Xalqning irodasi qaysi? Xalqning irodasi vakillik qilmay boshqa yo'lda ketayotgan hastalıklar kim o? Bu taraf mı, o taraf mı? Şunun için yani asasi mesele sizler hazır qarindoshlar. Yağa hesaplarını saklasanglarmı, partlasanglarmı? Yani bunu özünlerini jitivasanlarmı qog'ozdek. Ata alarm Üsküdar'ı geçti deydi bu Türkler.
Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani atını ağan Üsküdar'ı bir Üsküdar'da ötüp oldu değil. Yani bu iş tügep buldu. Şimdi vay bu onun imza jıganmaydı dep oylagan jıgılıp ketipdi. Endi biz qattiq tillaylı degenler bilen bu iş tügedi qarindoshlarım. Biraz siyasi idrak bolsun sizlerde. Bu iş tügep buldu. Xalq özünün meydanını bildirip oldu. Bunda bo'lgan ishga hozir mundaqla narsa bor. Xalq o'zining irodasini bildirgan ishga yo xalqning irodasini qabul qilib, biz meyalarda xatolik o'tkazibdi. Asad necha nuqtalar bor, nima uchun buni imzo qo'ygan? Meyalar xatolik o'tkazibdi, xalqning irodasi bu emasga biz o'zgartaylik deysizlar. Yo bo'lmasa hozirgi yo'linglardan shunda menib o'zinglar chiriklashib, ishinglardan sesib, xalqdan ayrilib yo'q qilasizlar. Bu biz tilni yiqitib etmaymiz, o'zinglarga yo'q qilasizlar. Dunyoning narida men vakillik qildim degan xalqqa qarshi uning irodasiga vakillik qilmagan qaysi bir organ yoki tashkilotni saqlam tura olgan yasinning bir diktator davlatidek bir qurolli zomiga askarlaring yo'q diktatorlar tura oladi deydik sizning shu WhatsAppning topida ko'tildab bergan qo'ng'ibin ko'tamchili va unki yog'arsin bilan qaynab turgan chivillaringlar bor boshqa narsa yo'q ham u narsalarmi haqiqatning oldida bütün ispatlarla etilayotgan narsaning oldida bu oqmaydi o narsalar. Bu qachon tushunasizlar? Hozir men o'ylaymanda, mushu indigenous people degan narsa xato olib qolibdi. Unki xalqaro siyosat Xitoylarning endi turayotgan narsa xato ekan biz sizlar bilan chiroyli so'zlashgan vaqtimizda bir qitim, ikki qitim emas, bir yil. So'zlashgan vaqtimizda to'xtanglar buni hal qilaylik degan bo'lsanglar, bu yerga kelmaydi ishlar. Biz xato qildik, vatanning mustaqilligini ayanda apirib bizniga chilab qo'yibdik, amanasi manda qildik deyishdi yo'q, pishitni pasat taqat. U davr tugdi. Bu davr tugdi. Aqmaydi u. Chunki bu birincisi media var. Allohga shukr. Facebook olsun, başka yer olsun, YouTube olsun. İkincisi bu media orqali uyg'ongan xalq bor. Agar odamning ko'zi, minisi dörtlü bo'lmasa, ko'rgan isbot egizda deyilgan gapdan ustun. Shuning uchun masalan bu yerda yana bir narsaga javob berib qo'yay. Birlar deydi-da mana. Bu sen avtonomiyachi degandan javobingni olding deydi. Qaysi javobimni olding? Kim javobini oldi? Mesela benim sualım şu. Avtonomiya yığınında işçimizde lıkkıda avtonomiyacı bağ yani işçimizde köp biz halımsak mı köp avtonomiyacı bağ diye adamdı. Ben sual sorattım. Kim o şuladı? Cevap yok. Onun için bunlar cevapta boylarını bizim aktivist reisinden çıkıp biz mi müstakillik değmeyiz diyen gipken de cevap. Biz hem de Dulku İsa Efendim'in ağızdaki gibi işinde hem de 80'li yıllarda disko kandan kızları mı biz hem de o gibi yerip tutulan. Bizge yazmış gösterse yazmışça. O da bu ben kösetke ispatladık. İtilgan imzaladık. Altı gibi imzaladık. Yazmışça gösterse. Yazmışça nesne hemiz de avtonomiya olsa ikramı çık. Biz müstakillik deyimiz dese biz erip kitemdik hem de. 80'li yıllarda Kanki Han'dan kızları dek. Dulku İsa'ya erip kitemdik ağızdaki gepke. Kanki ettiğine aydan bir neresi vardı mı? Şöyle yılları da. Çaklık. Altek demdik ya altek. Şunun için iş nimiga cevap amıdı. Cevap kemi değişkenli sualım. Asli kiliş gerekti. Kendisi mi bir uyluşuluş ve bundan keyinki diplomatik söhbetlerine, diplomatik demeyin, birbirimizin olan söhbetlerine ehmiyet veriş ve onunla biraz ciddi, astoydil muamele qilish bo'lish kerakdi. Ama Xitoyga o'zi ketdi. Ve xalq oxirsida o'zining nimasini berdi, ya'ni o'zining qarorini demdi, o'zining maydonini, irodasini bildirdi. Shuning uchun endi bu yerda sakrasanlimi, patlasanlimi, yana bir narsa bo'lsanlimi, hech qanday foydasi yo'q dedi. Buni tushuninglar. Dunyoda kuchli narsa sizlarga pul berayotganlar emas. Dunyoda kuchli narsa sizlar tonishib o'ylab, bu yerda bijara bir rasm tushayotgan odamlar emas. En küçük narsa xalq. Agar sizlar bu xalqdan ayrilsanglar, ular sizlarni apirib tashlab o'tadi. O'zingning xalqingga vakillik qilamasan, u chet ellikka nima kerak bo'lmasin.
Shuning uchun xalqning irodasi nima, xalqning ra'yi nima, siz kichik dars o'tmay, xalqqa so'zlagan vaqtingizda oldi bilan bir anglanglar. Masalan, men shu shaxsda yoshlar qurultayini shakllantirgandan keyin qayerda qanchalik odamning bu mustaqillik degan narsasi bor. Qanchalik odam lager taqas avtonomiya bo'lsin, bu lagerda deydi. Biz buni bir surishtirdi qaldida. Xalqning irodasi nima? Biz qaysi yo'ldamamiz? Agar xalqning deylik ko'p 90% avtonomiya bo'lsin bular deyamsa, biz bu da'voga kirmaydik, bu kurash kirmaydik. Ammo xalqning irodasini ko'rgandan keyin bo'ldi, mushu irodalarni, mushu orzularni biz ko'tarib chiqamiz degan shaklda chiqdik. Va qarshinglarda 10 ming Uyg'ur var hozir. Davomli ko'payyapti. Shunga bo'lungan narsa bu. Patlab ketayotganlarning, sakrab ketayotganlarning, yolg'ondan hikoyalarni to'qib chiqayotganlarning hammasini sababi bu 10 ming imzo. Shundaqmi? O'tiramay qolgan narsa. Ammo amal yo'q. Onun ustiga bunda yolg'on narsalarni to'qiyversanglar, u chiqadigan sari texmi e'tiboringlar tushib buni unutmanglar. Shu Ahmetcan bu daqiqaga o'tsak, men xalqqa biroz jiqrab gapirish ko'rsatib bermoqchi. Shuni tezroq tugatib o'tay. Endi bundan keyin nim bo'ldi deganda ba'zi bir uşaq detallarimiz atlab o'tib ketibdi, bekchiq savol keldi. Birinchisi qarindoshlar, imzo tor bekitdi ochiq bo'ladi. Ya'ni imzo qo'ydiganlar bo'lsa qo'yiversanglar bo'ladi. Ya'ni 10 mingni tugaydi deydigan gap yo'q. Ikkinchisi vaqti yo'q. Biz faqat bir oydan shikoyatga kuchaymiz degan to'q, ammo bir oydalar u yerga yetib bo'ldi. Ammo davomli imzo qo'ysanglar bo'laveradi. Va bundan keyin bu imzo tor bekitini biz ep qo'yishni qaror qildik. Saqlab qo'yishni. Ya bundan keyin yana xalqning ichida imzo to'playdigan ishlar olib qolsa, o'sha yerda to'plasa bo'ladi. Hatto bizga qarshi to'plasa mayli, yana boshqalarga qarshi to'plasa mayli. Qanday qilsa bir imzo o'zimizning bir petition biti Turkistonliklarning bo'lishini to'g'ri ko'rdik. Uningdagi ikkinchi nuqta jiq odamlar deydiki, bu ichidagi uchurlarni qanday saqlaysizlar? İçidagi uchurlarning tinch amallarini qanday bilamiz deyganda. Bu yerda ham bunga albatta men to'g'ri tushunib oldim deganlarni, chunki Turkiyadan yig'ib Kanadaga ketgan 11 ming imzoning oqibati mashhur, ya'ni yo'q. Oqibati nima yo'qini bilmaymiz. Bu tashkilotlar shunday qo'lidagi qog'ozni tuzak boshqaramay Amerikada qonunda yo'qitib, bu yerda tizimlikni yo'qitib yurgashga bu xalqning ishonchsiz bo'lib ketishini men to'g'ri tushundim. Shuning uchun mushunimi necha qitim deyman deb unutib qoldim. Bugun alayda yozib oldim. Ya'ni Yevropa ittifoqining bizning bu nima serverlar hammasi Yevropada. Ash kompyuterning nimalari uchun. Endi Yevropa ittifoqining GDPR deydigan bunday bir qonuni bor ekan. Buni ham the General Data Protection Regulations deydi. Ya'ni umumiy, universal uchur qo'g'dash qonuni. Agarda bir odamning uchurini biz yiqqan ekanmiz, uni Yevropa ittifoqining shu qonuni bo'yicha biz qo'g'dishimiz kerak. Va bu yer yana bir narsani qo'ysin, biz qatnashgan 17 tashkilotning hech qaysi buni ko'rsatmadik. Masalan, Ahmadjon Pidoylar ikrodimi, Ahmadjon efendimi, 17 nimaning birsi ham o'sha logosini bergan va sizga mi ko'rsatmadik shundaqmi? Nimani? Umumiy uchurlar. Hiç kimga ko'rsatmaydi. Ularga inkas u atqanligi logoni berish orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyi menga vakillik qilmaydi, bizga vakillik qilmaydi degan so'zni deyilishi u bir mustaqil ekanligimizni ifodalaydigan narsa. Albatta. Shuni qabul qilinmagan bo'lsa, endi xalq quyosh bilinki devason. Qarang sizcha agar ya Dilyar efendi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bana vakillik qiladi degan bo'lsangiz, o'sha ekranda menga men uchun baribir u, chunki sizning erkinligimiz demokratik erkinligimiz. Siz o'zingizni vakillik qildi deb qarsangiz, o'zingizning erkinligi meni hurmat qilmay xolos, ammo qonuniy va siyosiy asosi yo'q buni. Mening maydonim bu, siz mening maydonimni hurmat qilsiz. Va siz ba deb qarsangiz, ba deb qaraysiz. İşimiz yani programımızı ketaveramiz, o bunchilik bir o'xshamaslikni qabul qilamiz, qanday demokratik davlatda yashagan bo'ladi. Albatta. Shuning uchun ya demoqchi bo'ldim, logosini bergan
iş qaysinglar ko'midinglar bu 10 ming odamning tizimligini deb Ahmadjon. Men sizlarga bunda rostdan desam, menmi ko'midim. Buni ko'rish nimammi yo'q, buni ko'rish huquqimmi yo'q. Chunki bunga biz ikki odamni mas'ul qildik. Asosan texnik xodimlar, mana kompyuterchi va ularningki nimasi, ya'ni mushu 10 ming imzo tizimdagi har qanday bir yeri chiqib qolsa, aşı ishga adam mas'ul. Yani mas'ul deganim Yevropaning qonuni bo'yicha jazolanadi. GDPR degan qonun bo'yicha. Shunga ular ishini yaxshi qildi, hamma narsani tushirib, yo boshqa bexatar nimaga ilib, avtorbetnashchiligi tizimliklarni, yo nimalarni bir tozalab degandek texnik ishlarni qilib bo'ldi. Onun keyinda yana bir narsada u tor bekitimizga kuniga 1500-2000 qitimdan Xitoy hujum qildi, ashuni o'g'irlayman deb. Ammo biz hammani qaytarib etdik. Mangala hujum dokladlarni avatibdi dedi davomli. Mana shu qitim hujum keldi, qaytardik deb. Shuning uchun hech narsa o'g'irlanmadi. Bir qitimmi bizning kuchramlarga hech kim kiramadi va bu narsalarni hammasini biz yo'tkib etdik boshqa bexatariyga, oyatga kuchramlardi. Shuning uchun demaklar Yüzlerlerinin nimalardan hatırlayan bulunlar, uçurlarından o yerde kanuni mesuliyeti var bu işte eğer çıketse. Onun kendin, hem de bu imza jığılıp boğulduğundan keyin, müşahidimi pek yaxşı düşündürmezsek oldu ki. İmza resmi organlar tarafından, resmi degenim official yani kanuni hukuku var, müstakil taraflardan delillenip, yani bunun küçük ilgi, technical cihetlerde rast bo'lganligi dalillangandan keyin biz buni bir yillik evatimiz. Biz buni yig'ib yonchiqimiz saplaymiz deb yig'ibdi. Evatganda nega evatimiz? Albatta inidek evatimiz. Bu inidek evatimiz desek bizdan pulimizni kesmakchi, unda senin pulingni kesmakchi emas. 15 yilning yog'i sizlarga 8-9 million dollar berib demokratiyani o'g'itib bo'lolmabdi. Şu 15 yılda 8 milyon yetmepti, bular demokratiyanı ügünlenmepti. Bu da 15 yılda 30 milyon bireyli deyişi mümkün belki. Tekerek ügütüş keslerge demokratiyanı. Yani birisi evet, yani bir yan alay tekleşti onu tıkaptı ben. Birleşken Devletler Teşkilatı Indigenous People'la forumsa evetimiz bu. Yani Indigenous People diyen teşkilatın tahtının keyni dottağın teşkilat, ula Indigenous People teşkilatı ama bu halk bu millet indigenous people emas. Şunun için o tahtının kendi oturağın teşkilat bu milletki vekillik kılmaydı. Bir şekilde evet. Eğer bu kurultay aştahtıda oturuşka devam kısa. Evetimiz bunu yine. Onun ki bunu çıkarıpla öyle mayaktan toştu, ayaktan evet tuttuğu şunmaydı. Bunun için inovasizlerini tanışallaydı galiba. Onun kendi bütün hem prosesinin ölçemleri uçup oldu mu degende bir nimlege'de biz pul төлep onun tasdiqini ilişimiz gerek müstakil orunlardan bu vakti tekrar bu kanuni neyimiz aşıdı. Onun keçinin için evet oldu. Şu yerde bazen fikirlerin payda oladı değil mi? Yazarmen yoki sözlermenlerinin ağızdan Uygur'unu Uygurcha yaqishtiramdi degan shekildiki. Bunun izahınız olsa. Yaqishtiramdi emas, arz qilamdi. Uygur'ni arz qilish. Yani bunu ben ko'rdim, mening qadrlik Norvegiyanki do'stim yozibdi buni. Ya qonun, demokratiya, siyaset tushunchasi aşınchilik. Dava qilyapmiz deb, davani o'zi sotga arz qilgan davo deb tushunib qolgancha, u davo degan so'z bizga turkchilik kirdi. Turkchilikka davo degan kurash, inqilob, osh degandek bir muncha hukmlarning birlashmasi. Agar yuragingizda bir oshq bo'lmasa shu ishga u davo adım bo'lanmaysiz. Jamiyatlar taparmanda davo adım deyilmaydi Türkçede. Ama biz bu Türkçedeki davanı ekirip Uygurçaga, bu Uygurçada onu sotdagi davo qilib ishlatayotgancha arz qilamiz deb. Shuning uchun bak demokratik devletlerde yakılması güçle ayrı bitilgen devletlerde sot qilindi arz. İnidiği arz qilinmaydi. Ahmak. Yalnız BDT'ye arz kılınmaydı. Arz diyen dava iç diyen ve Uygurçadaki dava iç diyen sot kılındı. Bu individual Birleşken Devletler Teşkilatı'na yani bir yere kılındığın nersini bu desem siyasi iradeni uç kaşkarı bildirüş. Bu normal neyse bu.
Xalqlar imzo to'plab Oqsaroyga berdi. Bu Oqsaroyga shikoyat qilib, ariz qilishma bu. Xalqning irodasini bildirish. Normal narsa. Chunki Uyg'ur ne deydigan gapni men da'vatman, unda gap yo'q. Chunki Uyg'urning ba'zilari avtonomiya yo'lida. Uyg'urning ba'zilari Go'sandanning yo'lida. Uyg'urning ba'zilari mustaqillik yo'lida. Qaysi Uyg'ur ne? Qaysi Uyg'ur? Qaysi yo'ldagisi ne? Qaysi yo'ldagisi? Bunu bir bilishim kerak oldida. Ya'ni, masalan, shuni yozgan mening do'stim. Men Xitoydan zamin talab qilmayman dedim. Yani seni sen birincisi sen Uygur mu? Ya Uygur olsa yani bir yerden bir Xitay kıyının yok olsa o vakitte sen bana okşamaydı ha Uygur. Çünkü ben Xitay'dan zemin talep kılmayım. Onda bu gençken o okşama sıkımızın göz karşımızda elbette bildirimiz demiş mi dememiz. Yani demiş ki bildiğini bildirsen, demiş ki inediğini bildirsen bu dünya aşında işleydi bu. İmzalı toplamandıkin bir yere yollaysa ve özümüzden irademizi bildirmez. Bu yalnız inediğini bildirmez. Hükümetle, parlamentla, emniyege, Şarkı Türkistanlıklarının iradesi mağud edip giriş ve sen ügünüp kullanmavatkan, yani Dapşak ve gidatime, sen ügünüp kullanmayan demokratiyanın en adli nesneleri. Ama sizin hayatınızda bunu ügünüp kullanmayı ötep giderken bunun amaldıkını deyimiz. Sonra onun kim bulduğu neyse, şu hazırki imzadan kim, bu imzalar arkadaşlarla verilgendiği kim, 10 kanat şeklinde dağıtırız. Bunu mu minen çıkarındaşlı düşende 10 digenli mi, sol digenli mi digen neslerini. Şunu bu yerde bekçe toxtalmayım. Onun için bir vaxtda bir sizden programınızda bir qeyrinişimiz soruğandı. Qanda boğanda eylikki qızıl sol tarafdaki qızıl sızaqlardan ötep ketkenler bular igilik hukukunun talaş tartışsa bu taxtılık ornu bulmaydı o bularını diyen sual vardı. Aşuya ameliyatı can algıcıya çok. Ben şuna asli mavu kandak müstakillik kanda olurdu diyenin nersini sözlemek istedim. Aşiyede aşağıda biraz aşmak istedim aşiyede. Eğer de ular sol yani aşı sualını sorma qeyrinçim. Siz ben oylasam siz siyaset münasebet çıkmadansa okuyduğunuz bekliyorsunuz. Eğer aşılar sol bulanmışsa kim sol bulalaydı hazır cemiyetlerin şu teşkilatlarını küzdüşünüzde. Aşağıda bir hazır oylaşkaç durum. Belki ulu sol bulanmışsa belki soldu şekiller duyulu buluşu mu mümkün? Hatta bağ bizde Allah sol emez. Ula igilik hukukunu talaşlar çıkırdığım kısa. Ula belki 5-10 yıllıca özü gümürlüp yokap tutuyordu. Eğer bu şundan mağsa halkının iradesini çatırıyor. O vakti de sol, hakiki yani sol diyen değil mi? Müstakillik demeydi. Şarkı Türkistan'da müstakil kılımızda kızıl sızıkımız demeydi. Ama okşaş vakitte avtonomiye mi demeydi? Okşaş vakitte yani müstakillik, avtonomiye diyen cidelge girmeydi. Fakat ve fakat Uygurların insan hakları, kişilik hukuku da güreş kıldı. Bu hakiki bu davanın solu asli. Avtonomiye diyenler o hayırlık o sol emez. Şunun için hazır oylap bakan, eğer de Allah kızıl sızaklı ötep kesse, ula bu Şarkı Türkistan'dan tahtısını düşüp kesse, sol bulalaydı Allah var mı? Biraz iç ötüp kaldım ama şu davasını öz Allah düşünüp ötüp kettin layıkka. Çünkü erkek senaryolar bak kaldığımızda onu şekillendirip buludu. Yani tahtını kampın tutkulu buludu. Onun kendime en ahırkı noktada ben bir nesini koşup koyayım. Bu hem devletlerde birden Hongweibing topu varken şu. Bu Avustralya'daki qeyrindaşlar da lakam koyup onu Hongweibing topu. Bu Hongweibing toplarda şu bir teşkilatның gibini kısan kılsa bulmuşsa sen çıksa dedik ki. Normal. Bula müstakillik demek tuğu, bula manda dep tuğu diyen nersinin o pişti basat dep. Kapıdı ki ama abaysılar bir şeyde köygende senaryanı yazıp bunun mandanimisi var, andanimisi var diyen yani Indigenous People'lar kurultayının karşısındaki adamlarının pişti pasatları, resmi pişti pasat bulunan nesler çıksı bu, onu uzun talaş tartışıldı kendi. Ama Dünya Uygur Kurultayının Indigenous People tahtısına aldı otağı resmini, ispat ne? Onun için de üçüncü. Şuna Avustralya'daki qeyrindaşlarından talep öyle. Biz bu Hongweibing topudan başka Şarkı Türkistan'da müstakilliği deydiğen ve bu Indigenous People teşkil kurultayı bizge vekillik kılmaydı deydiğen qeyrindaşlardan biz ayrılıp çıkıp topluluklarımızda kuruduk. Şunun için dünyanın her kaysı caylardaki qeyrindaşlar
Bu Hongweib'in toplarına her bir devlet şekillendi. Bu Japonya'dan bak ya anlasam. Hem ya bak ya. Onu sözlemeyse, bunu sözlemeyse ama biz evet kendini sözlüsü. Bu komünist Hongweib'in kaldırdı ki bu toplardan çekilip çıkıp özellikle toplamalar kursanlar boludu kıyırmışlar. Ve inşallah bunun halkaralığını kurumuz yani. O yadı memnun bölüme. Bütün hemimiz ulaş belki neçe bin kişilik Şarkı Türkistan müstakilçiler ve bu indigenous people'lar kuruldu bizge nekala kılmaydı dedi Allah'dan. Özümüzden halkaralık topu bulduk arkadaşlar. Şunun için korkmayın çekinip çıktı o yadı özellikle buruqtum kılıp o kakşap başka yere varanda bir yaman davıp gitti de özellikle ıfratmayın. Bir kınıp dolu koruvağıl bolduğun nesler o topladı. Şunun için çekinip çıkınlar hazır neçe devletlerde çekinip çıkıp oldu ya aslında. Avustralya'da bir şey. Şunun için yani bu benim kıyırdaşlara ahirki nimem şu. İltimasım, yakınmasım, teşebbüsüm. Şuna bu imza işinin gibi bu atma ağlan nimedin ötep oldu diyen gep Üsküdar'da ötüp oldu diyen gep hem de minetçe düşünüşlük oldu da boylayım. Şunun için mandak abiyem köyünler niminen bir şey de bunda yazıp çıkan bunda meynet uyarlar bunun için tekimi çıkıyordu. Tekimi köpleydi. Çünkü bunların başka siyasi nimede bizim aldığımız çıkılan işlerimiz yok ki. Yani ikramı demiş ki çıkmazsa de ben 2 yıl 3 yıl sual sordum. Bugün üzem cevabını bereyim kardeşler. Ben bunların özünün cevabını ben sonra sorup gelip atattım. Emeliyatta hem iş Ahmetcan'ın ornada başka adam bulsalar mesela Dapşak Veli olamdı, yakınızdan aktivist reis olamdı, kim bulsa olsun çıksak 2 saat sözleşsek tügeydi. Cidden olmaydı. Tügeydi bütün cidden. Ama bizden bu karşı taraftaki adamlarının birincisi özünün kığa işini işleyen çok başka. İkincisi zakının astı mitçi de o başka. Üçüncüsü kosakta olmaş yok. Kuruk o başka. Çıkanmaydı benim. Şunun için kaçıyor. Hem de ulanın kaşkının im buldu desenler yağman isimde muavin reis dericilik adamda Facebook'ta yağ hesabı ediciler haklı tıllap şuruydu. Uygurlar vekillik kıldığı hem yoğan teşkilat kıla sözde. Şunun için muşlarının mesuliyetsizliği, özünün seviyesizliği, bilimsizliği, çenip kalmaslığı üçün halkını cidelge sep koyup oturuşka razı ki bular. Yoksa ama meğer doğru gelmekti ve çekinek çok oldu. Değil mi geldiği üçün muşunda cidellerge sebep bulur. Ve ikramı çıkarmaslarının sebebi osakta omaş yok, özüge işeş yok ve zaka mitçili. Şunun için çıkarmayın. Bunun cevabını 3 yıldaki özen belgen bulayım. Şuna kardeşlerim hem de suallarına olsa cevap versem buludu ama şunu unutmayın şu imza koyulan orman kardeşim ve Şarkı Türkistan'dan 10 kanatı bulmamız atkan kardeşler hemimiz doğruluk erkal muşunda çüprenli gepler çıkıyordu bunu dikin. Çünkü oturanmaya kalıyordu bunu. Yalnız bu nimelam emez, bu kurultaylam emez. Xitay taraftan bu oturanmaya kalıyordu. Ben Xitay'dan şu imza jırılgan top kılıngan hücumlarını eğer de bizden teknik xadimlerimiz doğru görse hemen çıkarıp koymaya şularını ruhsatını eylep. Çünkü hem de şular mesul. Eyran kalırsa Xitay'dan kelip kavucumu biçiyor. Aştı bir gelip. Şunun için bu en ahırkı qitim bu pişti pasatlara cevap verişimiz. Bunun bunda pişti pasatlara, tordaki trollara, yeni bilimlerge, bunda karlaşlara, yeni bilimlerge cevap, şahsen ben cevap vermeyememdi. Mesela bugün mü vermesligim gerekti belki ama bazılar belki çim turvalı şunu bir vakti ve şunun için bunun bunda cevap verilmeydi. Bizden işimiz var, yolumuz bağımız kardeşler. Bu trolluk, Facebook'taki bu trolluk demesi tüydü. Onun adam onu inkar kıldı, tüydü. Şu an benim gibim tüydü kardeşler. Telefon kilovatı da alalım da olsa. Assalamu alaikum Ahmetcan. Ve aleyküm assalam ve rahmetullah. Anlavatkan dersine avazını ötürüp müşkülsün oğlum. Ayak işi de. Ma telefon urvatkan kıyındaşlar, telefon uruştan ilgili körevatkan dersanlarının avazını ötürüp onlar telefonu bir vasıtlan sözde anlar. Aş avazını emme de anlar, bu avaz kayıtıp kaldı kıyındaşlar. Körevatkan dersanlarının avazını ötürüp onlar telefonu bir vasıtlan sözde anlar. Üç yerdiniz mi?
Eğer Ümit Musaybay efendimin vakti olsa bir fikirleşip baksak deydiğin ümidim var. Kim bolasiz? Avval özünüzün kimligini deysiniz. Birinci sualim. Efendim özünüz kim o? Tarih doğruluk bir gap kıldınız. Uygurlar tarihte Ma gapni özünüz deb kitap o'qitamsiz ya? Qarang, avval siz man qarang. 2500 yıllık tarih ega deydi. Qarindoshlar, har qanday ishning bir qoidasi bor. Ishni cheksa, kim o desa, men Muhammad deb o'rgatgan bir ummatmiz. O'zinglarning kimligini deyinglar. Ovozingni qo'yib ko'rayotgan narsalarning ovozini o'chirtinglar, adabing bilan so'zlanglar qarindoshlar. Buni endi o'rgatadigan kelmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ve aleyküm selam Kaydırak eyvallah. Selamun aleyküm Ahmet Pidayi efendim. Selamun aleyküm Ümit Musaybay efendim. Kim bolasiz? Özünüz kim bolasiz? Avval özünüz deyip ona gap qilamiz. Hoş bulduk. Men şu Ümit Musaybay efendimden bir 4 sualım var, bir soray 4-5 sualım. Men Uyg'urcha gap qildim aziz qarindoshlar. Ya Xitoycha deymi, ya qanday qilay men bilamadim. Avval ismingni deysizlar, kimligingni deysizlar, ana degan olamiz telefonni. Biz bu Estağfurullah. işimi tushib qolmaydi. Men uchun bu ekran biraz kechikkan uchun shu birdan ko'rib vaqtim keldi. Qarindoshlar, men shu necha qitim bo'ldi, men bir yaplaq narsa tushuntirib qo'yay. Ekranlarga nahmaytni telefon qilganda, kompyuterda, televizorda ko'rayotganlarni o'chirib etib, normal telefon so'zlashgandeklar paranglısizlar. Bu bekçek tekrarlandı. Yani normal telefon sözleştirme qanday olsa, bütün televizor, ekran, tor hemen öçürütsizler ekranı ko'rayotganlarni, telefonlarni eliplar normal WhatsApp urgandek telefonda sözleşsizlar. Bu adam tekrar urib ketdi. Yezib olgan narsani o'qib kelib o'xshaydi. Efendim, siz kompüter bo'lmasangiz sözümni anglang. Avval kim ekanligingizni deng, andan keyin so'zingizni davom qiling. Bo'ldimi? Assalomu alaykum Ahmet Pidayi efendim. Assalomu alaykum Ümit Musaybay efendim. Sizlarning mushxalik uchun hamda bir suhbatni ilib berayotganingizdan intayin rozi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin. İsmim Mamchar ekan. Mening Ümit Musaybay efendimden so'raydigan bir 4-5 sualım var. Birinci sualım, siz Uygurlarni 16 imperiya qurgan 2500 yıllık tarihiga dediniz, bunu aldığınızda o'tkazgan suhbatlaringizda Uygurlar qaysi 16 imperiyani qurgan 2500 yıllık tarix ega dediniz, bunu nereden aldınız? Qarang efendim, bir gap qilay. To'xtab turing. Efendim, Mamcha efendim. Mamcha efendim. Konsulxonadan oldida namoyish qilish, energiya isrof qilish, vaqt isrof qilish dedingiz. Namoyishni shuni nima ekanligini bilmaydigan yoki namoyish haqida sizni kim shunda so'zlatdi? Uchinchi savolim, Uyg'ur soti haqida siz Uyg'ur sotini xalqarodagi axloq yoki xalqaro jamiyatning yeslashligi Asli Mamcha efendim. Bunu sizga kim so'zlatdi? 4-chi savolim. Siz Dünya Uyghur Qurultayini mustaqillik talab qilmaydi, avtonomiyani talab qiladi dedingiz. Biz mustaqillik talab qilamiz deysiz. Unda bo'lsa mustaqillik bilan avtonomiyani kim berdi? Agar Dünya Uyghur Qurultayi mustaqillik talab qilmaydigan bo'lsa, siz misha so'zlayotgan vaqtida Dünya Uyghur Qurultayi her qitim şu uyushtirayotgan davlatlarning boshliqlariga yolvorib, shularga oldida har xil talablarni qo'yib, misha sening matfurqona mayerda bir namoyish qilishga ijozat bergin deyish orqali namoyish qilyapti. Davlatimizning bayrog'i bo'lgan, davlatimizning simvoli bo'lgan ko'k bayroqni ko'tarib namoyish qilyapti. Ammo siz nima ish qilyapsiz? Siz davlatga mustaqillikla avtonomiya qanday narsa? Men hech bilmadim. Bilmem. Evet. Sualınız buyurun efendim.
Men tushib ketmayman. Agar Ahmadjon efendim sizlar men tushirib ben özümden göz karşısına oturup koyup koyman. Qarang, men qarang. Bak siz faqat gap anglamayotgansiz emasmi? Faqat gap anglamayotgansiz. A'zosi emas, hech nimasi emas. Ya bu qo'yuvitma Allah Allah. Turkiston uchun kim bir yaxshi ish qilsa, ish qilyapsa, uni butun kuchim bilan qo'llayman. Qo'llab kelyapman, qo'llashdan chiqishman. Qarang, Mamcha efendim, unda siz ayrim kirang keling, ha? Sizlar ayrim nima qildi, değil Çünkü bunda baş çünkü etigenin yağı sizden tormozunuzu destek tutkunumuzu sizden ma toxta ma gap desek anlayacağın yeriniz yok şahat ötükensiz siz. Yazıvağınız, divağınız gap tutadı. Kechiring başka qarindoshlarım var, masturdan saqlayotgan. Ay tanlab ikki savolingizga javob bersin. Qolganini keyin qatim davom qilamiz. Rahmat. Manaqchu Ahmadjon, ya'ni men telefon qilayotgan qarindoshlar meni bilinglar. Ya'ni telefon qilayotgan bir odam sizlar emas, bir to'qay odam telefon qildi. Ya'ni bir hech qanday yerda bir programma telefon qilib mening 4-5 savolim bor demaysizlar. Bir ya ikki ham jiqda bu ham oddiy qoida. Shuning uchun mesela birinchi savol deydi, Uyg'urlar 16 imperiya qurgan 2500 yillik tarix va xalq dedingiz deydi. Yo'q, men Uyg'urlar 2500 yillik tarix va 16 imperiya qurgan bir xalqning bir parçası dedim. Bunu nereden okudunuz derseniz, hem de Türk tarihi 101 yani İngilizcesi mi? Türklerin tarihi 101 ya birinci basıştan kırsanız okuyuyorsunuz bunu. Nereden okuyordum? Onun işkin sual demekti. Onu kaldı. İşkin sual. Nima Qurultay avtonomiya deydi, sizlar avtonomiya demeysizlar dedim dedi. Mujda o da pilotdek gap qilsanglar-chi qarindoshlar. Bu bizning mening as tutish qobiliyatim shunday yaxshi bo'lsa-mu, ammo unutib qoldigan ish chiqdi. Shunga birdan qoldi uni onda to'xtab turamiz, to'xtamasa gapni bundaqlik loyingdek gap qilsa, bunda telefonlar bo'ldi. Sualını esimni qatdi. Qarindoshlar, bu universal savolga ki o'tili. Oldi bilan bugungi tema munosabat bayatdan so'zlangan ishlarga munosabat savollarni so'ranglar. Chunki motor qo'shan qilaversanglar, hammadan tang charchaymiz. Assalomu alaykum. Motor qo'shan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Nima deysiz? Bilaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mening ismim Rishad, o'zim Germaniyadan urvatman. Mening ikki savolim bo'ldi, shuni so'raydigan edim. Ham ozroq izoh qo'yaydigan, men bu o'zim kimligini tonimaydiganlarga. Birinchi zotim bu indigenous people masalasi bak uzrab ketdi, chunki bu bizning indigenous mu yoki emasmi liqimizni bilish uchun tarixni bilish kerak. 745-yili Sultan Qubraxonning kimligini bilsa, o'zining kimligini biladi, u masalani tortish ketmaydi. Bu zotim shunga bu indigenourslar bilan gap qilishdan hojat yo'q. So'raydigan ikki savolim. Birinchisi, mustaqillik yo'limizdagi sizga yo'ldagi masalan hozir Turk birligi deymiz. Turk davlatlar tashkiloti qurildi 2009-yili. Ashunki 2030-yillik vizyonsida bizning planimiz var ki, bizning Sharq Turkistonning o'z ichiga olgan xaritini Erdo'g'an bilan Millatchi partiyaning baş nimasi uni xaritini chiqadi. Bizning shuni qarta bir planimiz bormi? Mustaqillik yo'limizda shu yo'nalishda bir planimiz bormi? Ikkinchi savolim, biz muajiratga Uyg'urlarning salohiyatida vatandoshlik ilish yo'limiz shaklimiz to'g'rimi, xatomi? Agar vatandoshlik olsak, bizning salohiyatimiz to'g'rimi, Uyg'urlik salohiyatimizga? Shunga bir javob bersa rahmat. Sizga rahmat. Ben yaxshi savol so'radi, rahmat qarindoshimizga. Ya'ni shu bugungi programma eng oxirgi bo'ldi. Bundan keyin bundan asli javob bermaymiz degan naqa vizyon to'g'risida so'radilar. Asli so'ralish kerak bo'lgan savol, tashkilotlar talash tortish qilish kerak bo'lgan narsa shu qarindoshimizdan birinchi savol. Ammo ikkinchi savollarga javob beray. Ya'ni vatandoshlik elish bizning salohiyatimizga deganda menimcha o'zimiz turish davlatlarning da'vatidir. Vatandoshlarni olsak to'g'rimi deb. To'g'ri, albatta. U oldi bilan o'zimiz turayotgan davlatlarda
özümüzden bexatarligi ve hukukları bir kapaletga ega olsun ki biz bir özümüz azraq oңşap bundan keyin da'vo qilaylik, kurash qilaylik. Shuning uchun ilish kerak albatta. U yerda hech qanday bir nima yo'q, ya'ni to'sildigan narsa yo'q. Bu yerda vatandoshlarni olamiz, Sharq Turkistonning inshaalloh Sharq Turkiston mustaqil bu vaqtda qo'sh pasportni e'tirof qilib qolsa bizning davlatimiz ishkelisini osonligi bo'laverdi. Bu yerda hech qanday bir taqishchigan narsa yo'q. Hattoki ilishinglar kerak. Endi men bu yerda fatvo kesib berib Paris joiz deb tushunmay, bilan salohiyatimiz to'shmaydi unga. Ama ilip avval özümüzü güçlendirişimiz gerek. Bir vatandaşlık olmasa bu harapta bek capat atıp getirmen gap. Ama birinci sualımız yaxşı sual. Yani aslida bizim teşkilatlarının sözleşidigan temisi aşı idi. Yani Şarq Türkistan'ın müstakil bo'lishidagi senariyalarning birisi de hozir Türk Birliği dediniz. Türk Birliği asli 2009 yılı kuruldu. Kurulgandan keyin bular ismini o'zgartdi, yaqinda yangidan ismini nima Türk Davlatlar Hamkorlik Birligini bir nimaga o'zgartdi. Burun Türk Kengashi edi. Endi bulam emaschu, hozir dunyoning vaziyati ikki tane süper kuch, ikki tane cho'ng kuch bir-birsiga ushishida bunday vaqtda nima ish bo'ldi desanglar, kuchlarning, masalan, Amerikadagi kuchlarning jihiyalarning ta'siri ozlaydi. Chiqdi jihiyalarni. Masalan, Suriye'nin işini Amerika bundan çıkanda hiç mi kılamıyor? Rusyalar bu boşluğunu doldurup aldı İran'la. Yani başka yerler Yemen'de mesela bu Gulf devletlerde, Arap Koltuğu devletlerde birisi birinin kıpkırınca Amerika kep buludu. Yemen'le İran kaç yıl oldu ya otellerini kurallandırıp falan kapat kıldı. Amerika'nın uyarımı vakti yok. Yani çikini vakti diyor hem bir yerden tesiri azlap küçükler tarihi vakti. Bunda tarayğandan keyin nima ish bo'ldi desanglar, bu yerda bo'shliq yaratildi. Geopolitikada, coğrafiyaviy siyosatda bo'shliqni ko'tarmaydi. Bu shunga o'xshash sanlar bo'ldi. Ikki buduk suvga deyli, ikkisi bundaq yan tutamdiq yoki qanday bir javurga ikki xil rangli suvni qo'ydik deyli, suyuqlikni. Bu yerda bo'shliq qolmaydi, bu eng tez suratda ikki tarafdan kelib to'ldirib oladi u. Onun için bir koşukta biz elip azraq bir iplib alsak, yana birisi kiripla to'ldirdi. Shuning uchun geopolitikada bo'shliq qolmaydi. İçilish yig'ili to'ldirdi birlar. Shuning uchun bu Türk birligi bo'lsin, yoki boshqa birliklar bo'lsin, hozir dunyoning vaziyati ikki super kuch bir-birsiga ustushgan vaqtida Amerikaning ta'sirlari va Xitoyga markazlashishimizda ba'zi yerlardan chekingandan keyin bu yerdagi davlatlar u yana o'z yolg'iz tutib turolmaydi. Öz yalnız o tesiriyle bu yer bexatarlik eklenmeyendikin bütün dünyanın hem yerde rayon karakterli küçük birlikler şekilini atıdı. Kelgüsündeki boşluğunu dolduruş için. Şuna bu Türk Kengaşi'de batalgan hazır Türk devletleri Hamkorlik Birliği şu Kafkasya rayonunda, Orta Asya, Türkistan rayonunda içildiğin boşluğunun aldığını eliş için Karadeniz'den Kafkasya'cı. Bunun içinde hatta Vengriya mı var Macaristan? Ortak menfaatı başka bir yerde kuruldu. Hem de onun kelgüsü bizden müstakilliği bizde kandar oynaydı, kandar neymiş buldu. Bir yerde bekçet senaryolar var. Onun %100 işini vah Türk Birliği devestek mi baldırlık oldu. Yakımız vay pan Türkiye'de deb qaçsak o kızın hatalık oldu. O fakat bir xalqaro sahnede yeniden yaratılayotgan, yeniden çıkayotgan bir aktör. Bu aktörle qanday hamkorlashimiz, qanday so'zlashimiz, qanday manfaatimizni o'rtaqlamamiz, Hindiston bilan qanday so'zlashsak, Yaponiya bilan qanday so'zlashsak, bu Türk birligi bilan shunday so'zlashimiz. Ya'ni ular bir aktör o'zining manfaatini o'ylaydi. Bizning manfaatimizni qo'llagan asosda hamkorlik bilan menish kerak. Bu yerda hozir buni so'zlasak, detal uchurga kirsak bu tugamaydi bu gap. Shuning uchun chekli javob bering. Biz aldığın qatım ilan çıkarıp emelden kaldırırken programda bir ameliy iş haqidagi izohat vardı. Fırsat bo'lsa, mushu haqda bekçik qarindoshlarninki anlig'isi bor. Bizga bir talab bor. Mush mazmunni bir qaytib o'tgan bo'lsak, bugungi programmaga shuni unutib Bo'ldi. Aslida unda ko'z tutib turib desak yaxshi bo'ladi. Masalan, ameliy ish degan nima? En adli sual şu. Ameliy ish degan nima? Abiyan qarindishimizdan so'ragan savolim shu. Konsulning oldida namoyish qilishga
qarshi turdingiz deydi. Bunu to'g'ri anlanglar, so'zlarni to'g'ri ishlatinglar. Men konsulning oldida namoyish qilishga qarshi turdim. Quruq konsulning oldida namoyish qilishga qarshi turdim. Quruq konsulning oldida qilgan namoyishda media kelmasa uning foydasi yo'q dedim. To'liq anlanglar jumla. O'zinglarga vaqirab, gilingni ag'itib ketishlar, boshqa hech qanday foydasi yo'q. Quruq konsulning oldida media axborot kelmagan namoyishdan foydasi yo'q. Bu amaliy ishmi shu sizlarcha? Amaliy ish degan nima? Amaliy ishning natijasi qanday bo'ldi? Masalan, namoyish qilish aqidimizda yana bir gap. Namoyish qiladi davlatlarda ko'k bayroqni lapildatadi deydi. Qerinchi biz Sharq Turkiston yoshlar qurilgani 2 yil bo'ldi. Qandabek oldu onun arası kaçı bir yerim yıl buldu biz kurulup şahit ama şununla rağmen namayış deseniz ben size namayışını yapayım. Biz bu davanın elbette biz özümüzlemez 11 teşkilat birlikte bu davanın namayış kılış rekordunu bozuverdi. Bu davanın tarihi de Ahmetcan 11 devlette 36 noktada 6 ay namoyish bo'lib qolganmi? Biz buzduk bunun rekordini. Biz namoyish qilishni o'rgatmanglar deb biz shu nim qilgan tashkilotlarimiz birlikda bu rekordni buzdik. Va uning natija qarang amaliy ish deganning natijasi bo'ldi. Natijasi nima bo'ldi? Belgiyada biz namoyish qilayotgan Volkswagen'ning dukkini taqaldi. Asli shuni rasmlarni ko'rsatmoqchidim. Volkswagen'dan maşin setiş organı mengülük takavetti Belgiya'dikisi, Brüssel'dikisi. Eğer de bunu takavetti, onun için bu aslında yazışka e-maillerimizi göstermek istedim. Volkswagen'ın en çok senior adımı bizimle sözleşti, ürümçülü. Yeni bir sual sonra yazık, emri işte doğruluk, abi sorgan peyrenişimiz var. Birileri Avrupa İttifakı'nı jırlağı atıdı bizden teşkilatlardan. Birileri yeni bir yer jırladı, yeni bir yer jırladı. Bu yerde kırgınçılık buluş için, bunu BDT'nin nimigi ekiliş için bir hatta xavfsizlik kenişige boluduğun birinci nesne nima desanlar, Şarkı Türkistan'a tekşürüş ömrü beriş gerek. Tekşürüş ömrü. Hazırgacha Şarkı Türkistan'a tekşürüş ömrü berip baktımı her qanday şekilde. Bizim teşkilatlarımızın lobbyçiliği bilen tekşürüş ömrü berip baktımı ya Xitayning muxbirlarni kutib olgan ömekler berip atadi. Tekşürüş ömrü bağlı diye qarindoshlar hech kim apmadı. Ama biz apmadik. Şu Volkswagen namoyishidan keyin Volkswagen'ning Shanxay Dajong bilan Urumchidagi zavodiga tekshirish o'rniga avatdi. Kim avatdi hozirgacha? Amaliy ish buyruq. Kim qila oldi? Aşağıya badi, aşağıda dokladni yozib akaldi, qanchalik qo'l emgak ishlayotgan odam bor, hamma narsani akalganda bizning indigenous people'lar qurultiyi kirdi ishning ishiga buzdi hamini. Shuni e-maillerini ko'rsatmoqchidim hozir programmada. Yana bir amaliy ishlab berishliga. Hozir nimani Tibetni, hatto Hong Kongni mustaqil davlat deb tonish qonuni Amerikalar kiryapti. Şarkı Türkistan'da devlet doğruluk, müstakil buluş doğruluk kanun layısı nerede kirip baktı yazarıcı dünyada, nerede? Amerika'da kirdi mi? Germaniya'da kirdi mi? Üstadlarımızın öz belgeleş yoldu ki emmimizge vekillik kıldığın bu yoğun teşkilatının merkezi olan Germaniya'nın parlamentine Şarkı Türkistan'lıkla öz tağdırını öz belgeleydi diyen Dünya Uygur Kurultayı'nın gayesi olan madde kirip oluş gerek bu 20-30 yılına yani. Kirmedi. Nerede kirdi bilen misler şu? Avustralya'da kirdi. Yani devlet kuruluş üçün mü gerekli bulunan laye Avustralya'da kirip oldu. Başka iş edemez. Evli iş degen bu. Şu kiriş ceryan dedi ki şunu kıran grubunu açtı ben bağ mükemmel yok mükemmel gözlemle bilirler. Şunun için emili iş degen enerjiyi ısraf kılıp halkını uyab yedi söyleyip jürüp vakırtış emez. Emili iş degen az enerjiyeni toğru yerge işiltip mesela Fransa'ya Dilnur Hanım'da. Enerjisi az, gücü az. Ama her kitim toğru yerge işlet keşke, toğru yerge merkezleş keşke, anı bulgulusunu çıkardı.
Bizmi shu 11 tashkilot to'g'riyaga markazlashgachga oxirisida ularni do'kondan birisi taqaldi va nima bilan senior odamlar bilan eng yuqoridagi odamlar bilan aloqalashdik. O'rinchiga nimalar bor tekshirishimiz. Shuning uchun strategiyaning nocheri nima desanglar, strategiya o'qoqlarning qilishni yaxshi ko'radigan ishi, shu to'g'ri deydigan ishi nima desanglar, eng oz energiya bilan, eng oz desmesiyle to'g'ri yo'l bilan, qisqa yo'l bilan eng uzun cho'ng natijali. Bu. Shuning uchun namoyish qilish kerakmi? Kerak. Quruq konsulning oldida emas. Media kamiga o'rmonning oldida emas. Bunu qildigan to'g'ri yana tepib qila olsangiz natijani olasiz. To'g'ri yana tepib qilolmasangiz ololmaysiz. Masalan, biz shu narsaning Volkswagen masalasining oldi kesilmagan bo'lsa, urib buzilmagan bo'lsa, o'ylab o'tinglar 1 million chet ellikka ulush yo'q hozir. Ashaga yetib 1 million chet ellik Volkswagenning butun dunyodagi nimalarning oldiga har hafta ishkidan borgan bo'lsa, Volkswagen zavodida qolib chiqib ketdi. Ammo bizim ba'zi tashkilotlarimiz var bunday. Sharq Turkiston surgunlik hukumati qurilib, quruqa adam Adver Yusuf Turadi Dünya Uyghur Qurultayining shu vaqtdagi raisi Erkin Alibekova telefon qildi. Amerikadagi siyosatchilarning yordami bilan surgunlik hukumatini quryapmiz. Shuning uchun bizga sizlar qanday qaraysizlar, qurultaysizlar bizning 5-6 oy burun qurilib bo'ldinglar. Qanday qaraysizlar desa Erkin Alibekovning bergan javobi shu. Sizlar qo'llayveringlar, biz meyada ma'ni qilaylik. Biz sizlarni qo'llaymiz deydi. Ma'qulanda biz qildik deb surgunlik hukumat qurildi. Surgunlik hukumat qurilib bir haftadan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Xitoy Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan birlikda bir xabarga tang chiqib turib BBCning xabariga. Sharq Turkiston surgunlik hukumatini biz e'tirof qilmaymiz deydi. Bu yerda men nima demoqchi desam, qarindoshim. Ba'zi tashkilotlarning qo'llaymiz degani, qo'laymiz degani. Tushundingizmi? Qo'laymiz degani. Shuning uchun men shu Volkswagenning ishini shuni bir qo'llamay tursin desam, biz qo'llaymiz dedi, o ishni buzildi. Qanday buzilganini deb turibman men. Amerikadan kirdi ishkisi Volkswagenning nimasiga, bu namoyishni biz qilyapmiz, biz vakil deb kirdi. Shunda Volkswagenniki bu Uyg'urlarning bir emasligi ikki tarafda ishga boshlash kelgan bilib qolgandikanlar o'tirdi chiqdi-da uni bilib qolgandikanlar o'zingni qilingni jidlangni biz chiqardik deblar. Urumchidan dokladni yezib akab bo'lgandan bizga bermay ketdi. Yana amaliy ish kerakmi? Yana boshqalarni deb beraymi, bo'ldimi? Shuning uchun ekranda ko'rsanglar odamlar chiqib vaqirayotgan bo'lsa, masalan, Dolqin Isa apandimni mana bu shunda qalimi kuchli bir ziyolarimiz var yazıvatdı. Milli davanın göçbaşlarına bir yazdı görüpler. Aşağıda şapkini kiyip ailem nerede de turudu Dolqin hesabın bir milletke bütün halkka vekillik kıldığanlığını sözlevatkan teşkilatlık bir şey şapke ailem nerede de turudu. Bu şey emili iş mi? Bu teşkilatlarının bir şeydeki adam yol başlaysa, sen lider diyenim o yol başlaysa, ailem nerede de tümen güçlenmeyse aktivist değil. Onun için o emili iş diyenin eneklemesini kaydıdan olursak yakşı olarak dersin, cik netice alamayız. Tamam, onu vaqtda keyin to'xtalamiz. Bugungi programning aslidagi e'lon qilingan temasi yo'rtishga vaqt yetmadi. Mushu izoh va raddiya shaklida keldi. Onu ayrim bir to'xtalsak o'g'dak uni. Yok, bu temi to'g'riliq. Hozir sizlar aytgan gap to'g'ri. Ya'ni bu temini o'zgartirishga majbur qoldim degan gapni men sizga 2 kun burun degandim, ammo vaqt yo'q, anglamay qolgan o'xshaysiz. Shunga tayyorligimiz biroz ekspertlar. Ben hozir edigina 6dan kechsa 8 ishlayotgan ekan. Qarab olamadik. Men keyingi telefonlar ilitli vaqtda biroz vaqtni nim qildi. Boshqa qarindoshlarni rahatsız qilmaslik uchun. Assalomu alaykum qarindoshim. O'zingiz kim bo'lsangiz, nima demak istaysiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Fransiyaniki Paris shahrida yashayman. İsmim İrfan. Hayatım şu işlerden kim şu Ahmet'den köygen. Sonra şu bugünkü sohbet doğrusunda şu Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Fransa'yla
Devlet Meclisi'ninki Uygur kırıncılığını itiraf kılış hakkı doğrusunda oynagan rolü. Şundakla Dulnur Hanım'ınki yazılışı doğrusunda onu mesele yaptırıp Dünya Uygur Kurultayı'na görüştürgen bazı tanklar doğrusunda azrak bir göz karşılığını bir yapma kaydı eğer itiraf kılsanlar. Bek uzartıp etmeyi ixchamlar sözlep bersiňiz, merhamet. Doğru tarafı. Oldu bilen Dulnur Hanım'ınki yazılışı doğrusunda bir sözler. Men şu Naq maydanda var, hatta devlet meclisinde oturup durup şu avazı koyuşqa öz gözümden görgen şahit bolgan bir insan. Endi bununki Dulnur Hanım bu yazmasını bize uçurup etken bir yazma. Oradan uçurup etken, bunun üçüncü bir uçurup etken. Bu yerde bunu misal turup bu Dünya Uygur Kurultayı'na hücum kılış, yapımsını tankı kılış, hatta uçurdun, hatta yakın çıkarganlık yapmak. Hem de Dünya Uygur Kurultayı'nınki bu Fransiya Devlet Meclisi'ninki Uygur Kırıncılığını itiraf kılış hakkında Dünya Uygur Kurultayı'nın tutkan rol doğrusuna qarasak, bularning içinde lager şahitlerinin içinde kançılık adamınki Dünya Uygur Kurultayı'nın a'zası ekanligini, Devlet Meclisiga to'lg'an dokladning içinde kançılık xizmatini ko'rsatganligini bunu ko'rish mumkin. Buni hamda ikkinchi masalaga kelsak, namoyish masalasiga kelsak, bo'lib turgan namoyish. O günlük namoyish aytganda Fransiyaniki Paris shahrida Devlet Meclisining oldida bir qancha o'rin birlashib namoyish qildi. Men shaxsan bir partiya guruhsizlar Dünya Uygur Kurultayı'nın a'zosi emas. Lekin shu kuni Dünya Uygur Kurultayı'nın a'zolari Dulnur Hanım rahbarligidagi Uygur instituti, Fransiya Uygur birligi, Uygur akademiyasi qatorliq nurg'un o'rindagilar, shundaqla vatan partiyasi guruhsizlar hammamiz yig'ildik. Onun aldığındaki bu uçur neçe ay burunla takip olan bir uçur. Yani bir yer tuttuk. Bu meselede meyle Dünya Uygur Kurultayı'nın namoyish o'rnatildik isim buludu. Fransiya Uygur Birliği bir yerde bize o'rnatildik ismi buludu. Dulnur Hanım isim buldu. Fransiya halkı intan Uygurlar intan aklımızıyor. Biz onu rağbetlendirdik. Kandak bir Uygur yaxşı olsa bizi Uygurlarga vakillik qildi dese bizim kollayımız. Hazır kayıtça bu Dulnur Hanım'ın bazı uçurları mesela çıkıp mağrurlar tuğan namoyish desa biz ona ko'nglimizni bilib turdik. Men sen orlar tuğan namoyish chiqqan emas, men o'zimdan vatanchilikdan chiqqan, men sizning tashkilotning a'zosi emas deb bo'laveradi. Biz aslında deb bakmadik. Buning maqsadi nima? Parlaq ömürlük. Eminki sizlarga chiqqanim bu Dünya Uygur Kurultayı'nınki ko'rsatgan xizmati intayin ko'rinarli. Hatta Uygur Akademiyasi deb degan öz ağzı bilen degan Fransiyaniki Uygur Birliği'ninki topluca yazısı var. Eğer Dünya Uygur Kurultayı bulmuşsa bu iş ro'yobga chiqmaydi. Bu parlament a'zolariga nurg'un isbotlarni ko'rsatib turib, nurg'un yozmalarni ko'rsatib turib, ularni qoyil qilish bu bir uzoq jarayonlik bir ish bu. Bunun ularning roli hatta halkılık deb qarash bo'ldi. Agar buna meniki hatta deb qarasanglar, sizlarning avazinglar siz Fransiyaga kelgani qanchalik bo'ldi? Demakchi bo'lganlar. Efendim, Fransiyaga kelganingiz qanchalik bo'ldi sizga? Nendaysiz? Fransiyaga kelganingiz qanchalik bo'ldi? 3 yil bo'ldi. Qancha? Ayolim uzoq kelgan chetdasiz bo'lgan. Oilam mishada. Ya o'zingizning gapini qiling. Demakchi bo'lganlar, endi siz o'zingiz so'radingiz emas, o'zimning gapim shu Fransiya Uygur Birliği'ninki shu Fransiya Devlet Meclisi'ninki Uygur irg'inchiligini itiraf qilish to'g'risida o'ynagan roli bu intayin ko'rinarli. Yo'q, men sizdan qanchalik bo'ldi Fransiyaga kelganingizga deb so'radim. Men kelgan 4 yil bo'ldi, vaqtdan javob berdim sizga. 4 yil oldu. 4 yil mobaynida tamam. Başka gapingiz bormi? Başka gapim men Musabe yapandini yaqinda necha kun oldida Ömer Bekali yapandi. Nəhayət chiroyli bir to'g'ri chaqiriq qildi. Butun Uyg'ur xalqini, Uyg'ur tashkilotlarini bir amaliy xizmat qilish to'g'risida. Men shuni bir rag'batlantirmamdi. Vatan sevgisiga men chin ko'nglimdan opirin. Endi mayli mustaqillik yo'l bo'lsin, agar amaliy xizmatni ko'rsak, amaliy planni ko'rsak, bu hamimizni xushal qildi. Ammo menda xato uchurdan xato yakun chiqarsak, meningcha tabiiy yaxshi emas. Ziyalini qilgan ishim emas. Rahmat. Maq. Ben bu qiyin so'zdan keyin nihoyat tezlik qo'shimcha qo'yadigan bir qancha nuqta bor. Birinchisi,
Yıldır Hanım o çağırgan nesli öçürüvetti dedi. Bu yer öçürüvetiş iki xil buldu. Birincisi siz bir iddianı atqa vaqtыңızda özünüz o iddianın xatalığını bilip özünüz xijilulab öçürüvetiş var. Yani birisi o sizin yazgan nersiniz doğru olup karşı taraf o xatalığını özgertgenden keyin ha iş tügidi dep öçürüvetiş var. Şunun için birinci xil öçürüvetişte siz bir narsani yezip o narsa xato bo'lsa o'chaginiz bu biraz nomusdan o'chirish bo'ladi. Ammo siz bir narsani yezib qarshi taraf u xatoligini o'zgartgandan keyin anandan keyin o'chirish bo'lsa bu g'alaba qilgan harakat bo'ladi. Shuning uchun Dilnur xonimning uni yozgandan keyin qurultay xatoligini tuzib o'zgartgan bo'lsa, anandan keyin o'chagan bo'lsa, demak Dilnur xonimning u yozmasining roli bo'ldi, g'alaba qildi degan gap. Amdan keyin o'chadi. Ya bundan keyin şu qurultay yana shunday xatoliklarni qilsa, har bir tashkilot shunday yozmasini yozsa, demak xatoligini to'g'rilab oladi ekan. Shuning uchun Dilnur xonim bu yozganni o'chiribdi. Nima uchun o'chiribdi? O'zi nomus qilib xato yozibdi deb o'chadimi? Yoki bo'lmasa o qarshi taraf xatoligini o'ngshab bo'lgandan keyin o'chadimi? Agar ikkinchisi bo'lsa, demak bundaq yozishning foydasi bor-ku, bu da'voga xatoliklarni tuzatadi ekanmiz. Bunda farqi bor ikkisining. Undan keyin Fransiyada Dunyo Uyg'ur qurultayi rol o'ynadi. Uyum rol oynadı desem ben şahsen rastlansam bilmeyim kimnin rol oynayıp kimnin rol oynamadığını Fransa'da ben yok yani. Fakat dediğim her kandan teşkilat ahlak buluş gerek bir hakkını teslim kılış gerek her kandan teşkilatının. Andaki adı kıyırınçımızda benim bir tavsiyem Fransa'ya kelginizgi tuşçuluğu varmasa kıyırınçım. Bu hayat pek uzun, tekin nurgu körüklerden ötsiz, şunu pek aldırıp kesip etmem. Menenç olsa küzütüm, terişim, ügünüm, davanın tarihini, hazırını, kelgüsünü pek aldırıp hüküm bir etmem. Atora mahatadır. Çünkü bu dava uzun dava. Hoş. Qarindoshlar, savolim bo'lsa so'ranglar. Ovozda so'rasang taxi yaxshi. Yozma bir savol kelibdi, uni bir o'qib beray. Dünya Uyghur Qurultayınınki Volkswagen şirketiga qarshi elib kelayotgan harakatga o'ynagan salbiy rol haqidagi izohlaringizni biraz tafsilli tushuntirib boqamsiz debdi. Bir telefon kelib qoldi, undan keyin shu to'g'risida to'xtab bersangiz. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? So'zingizni amalda anglatamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Bak telefondaki ovoz qilam, agashsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahmadjon, siz hozir kim bilan birlashyapsiz? Ishkadan bormi, biraydan bormi? O'zingiz bor. Naq maydonda Dilyar afandim. Bundan qo'shsam, nishta ismim Anvar. Assalomu alaykum Dilyar Beg. Ahmad Beg, shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Men oldin qatimqi bir narsadan oldin qatim Dilyar Beg chiqqan vaqtda Uyg'ur chiblarning hukmlarini o'qib baxtinglarmi deb savol so'rab, sizlarga da tushib ketgan shu bilan o'qib baxtim. Shunga hem bir yerden ben bir yet türlükte bir sual teyarladım. Ben onu 5 minut geçirişmen. Eğer Dilyar Bey kalırsa ya bu 7 sual bekecek ise sormayayım. 7 sual olsa ağzaki diyetten 7 sual diyelim. Alaka cevap verdiğin suallar emas. Fakat ben okudum alaka çözümünün neticesini. Şunun alakada payda bo'lgan 7 sual. Nima manda olsun, bana karşı, benim gipimge karşı noktalarını alaylı, okşaş noktalarını okşaş tekrarlap kalsak hele. Tamam. Karşı noktalarını aldım ben. Yüzünüz eğer halimizsiniz uzayıp getirirse tohtan neyse çıkıp etmem. Tamam? Tamam, bak kıskarak okuştursun. Ben hazırım şu sözlerine kalsam, Uyghur sotunun eçilişinin məqsidi oxub bolğandan keyin bu Xitaylarning Uyg'urlarga qaratgan genosidni, ya'ni irqiy qirg'inchilikni qonuniy jihatdan isbotlash emas, balki Xitoyni qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darajasini kichikirtish deb tushundim o'qib bo'lgandan keyin. Ondan sabablarim hozir deyman. Birinchi sabab vatanning nomini Xi yoki Xinjiang deb olganini dedi oldin qatim, ammo nima uchun olganligini qog'oz debdiki, bu bir politikal isim emasken ama coğrafiyalik isimken bunda alsa hiç kim xafa olmaydı ekan.
Biz bilimiz bunda olsa hamda Sharq Turkiston deyilganlarning hammalar xat bilamiz, ammo Xitoylar qat'iy xat bo'lmaydi. Endi bu yerda bular xat bo'lmaydi deganda kimni maqsad qildi, uni bilmadim. Va uni bu politikalism emas, bu pek naturalism debdi. Balkim bu do'qqa natural keldiga o'xshaydi. Andin ikkinchisi insoniyat qachonaydi deganda, inson qachonaydi tushunganimda bir davlat apparatining ma'lum bir to'plamga qatilgan sistemalik hujumi debdi. Va buni qilgan vaqtda Xitoylarninki o'zining odamlarga qilib kelgan. Masalan, o'zining odamlar deganda men tushunganlarim masalan Falun Gongchilar va yoki boshqalar bor. Hamda men Uyg'urlar qaratqandimmi? Xitoyning o'zining adamiyati, shunlar qilib ketgan shun bo'lib chekvasmaydi bu degan bir narsani purtib o'tibdi. Va buningki yuqori taraf bilimga desa, yuqori buyruqni bilgan bilan tafsilotni bilmaydi deb bir yasab o'tibdi. Endi uchinchisi Maguvashlar obdanlar ketdi. Sizlarninki ashada sot jarayonida endi yig'lab turib, aytishlar qayda ekanligini anlatganlar, bagan sochlar, bagan ta'sir nima ekan desa, sochlar esalar fikirlar bular burundan tatib Xitoyga o'ch bo'lg'achqa Ayşe hikayelerni aşina qilib da'vat ediyor debdi. Ya'ni bir sotda agar sotchi sizningki mushvaqalik yuz berishdan birisiga qarata ig'ir o'chmalikningiz bor deb qarasa, sizning isbotingiz chak basmaydi uninga, ajinoyatga. Ya'ni sizlar aparativ yig'iltibgan, sizlar yig'latganlar urug'ti qoldiringlarninki va o'zingizga o'xshagan ziyankesh emas, balki Xitoy bo'lgan o'chmaliklar sababini anda yig'lab ketibdi. Sotchiga bergan ta'siratini. Yani buni birisi demasa mencha chuqur biraz o'gatga o'xshaydi sochlarga bular Xitoy burun tark o'chvashmi shunda yig'latdi deb. Andin qamalga Uyg'urlarni bayon qilgan vaqtda debdiki, sotlamaylan qonvetdi deganda bu yerga meni qiziqarim Angliya qator davlatlar misol qilibdi, ularni terroristlar bo'lginchilarni so'roq qilmaylan qonvetgan deb. Yani men tushunmadim. Men nima ish qilib bu yerga bizning odamlarni o terroristlar bilan bizga qo'yib bu misolni bu yerga berganligini. Andin biznikini genocide deganda maskeldan ya'ni to'pliq o'ldirish yo'q. Andin qo'yib etish bor debdi va buni bizniki o'rtanlar endi urug' qonunlar sizlar 3 oydan 5 oyga chiqadi ekan kampdan. Agar chiqmasa berib isbot bergan mas'uldan debdi 3 oydan 5 oyga chiqadi. Shunga bu Holocaustning darsiga qat'iy bormaydi. U faqat emotional ya'ni hisiy jihatdan tuyg'ulik deb qo'ygan gap debdi. Sababi ya'ni Uyg'urlarni hech qanday qator kilometr tizib etmagan ekan. Andin ikkinchisi 3 oydan 5 oygacha qo'yib turibdi. Ya'ni bizniki chiqadi odamlar palyaçolog qilib tashkil masalan 5 million odamlarni qo'yib etsa Xitoy bir aydan keyin o'ldirgan qilib bu Holocaust yoki genocidni shartga to'shmaydi ekan. Ana ichida o'lib ketgan bo'lsa to'shadi ekan. Ana men ham tushungan yerim bular shu yahudlarni qirib etgan vaqtda ularning hammasini qirib etganligi ichi chir bo'lganligi oshkorlangan mening bilishimcha. Endi balkim ya biz Uyg'urlar hamda ular bir tirib qutuldi oxiri bo'lganda isbotlanib ketdi. Ya'ni bizlar agar ashadan 3-4 adam qo'yib bergan degan qo'yib berdi degan mush isbot qilib yozib qo'yganki 20 yil 30 yildan keyin mana o'qidim va Xitoylar qo'yib berib ketgan Holocaust emas kelgan deydi. Endi 5-inchisi indigenous people. Bu masala kelganda mana o'rtanalar bizlarning Uyg'urlarning ichida indigenous people bor ekan. Endi indigenous community bor ekan. Bu yerdagi community deganni men qabila deb tushundim. Agar biroz qo'pab voy community degan qabila emas, qabila tribal deydi desa umumayli. Endi bizda indigenous familylar bor ekan, bizning vatanda va bundagi chiqayotgan turlari. Garchi o'ziniki veb-saytini elvatgan bo'lsa-mu, uni hujjatni qilayotganda ikkinchi bir xalqaroliq nomli shakllangan bir hujjat bor ekan. Bir hujjatni yurib turib, uni ikkinchisini saqlab bular. Yani bu shunaqa izchil davomlashmoqda ekanmiz indigenous yo'lda. Andin Uyg'urlarni Sharq Turkistonlikni janub bilan ba'zi bu shimoliy Xitoycha janub Uyg'urcha deb magabga o'tan diqqat qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu Xitoyning bizning vatanni janub shimolda ikki bo'lganligining natijasi chiqadi. Ya'ni buni oxiriga aparato va shimolda Xitoycha janub Uyg'urcha desak, atogim bu chiq bular menga berib shimolda Uyg'ur yo'q deb bizning vatanning shimol qismiga Xitoyning Sichuandan paqsiz bija bo'lib qoldi. Shunga men kelganda bundan keyin janub shimol deb ayirmaypek degangiz kelib kelsa, Sharq Turkistonning shimoliy, Sharq Turkistonning janubiy deyishni tavsiya qildim. To'g'ri ko'rdim o'zimcha. Andin yana bu yerda deydigan gapim men bir gap chiqib qoldi, ammo qarshıga yaqinroq bir gap. Endi 7-si kelsak, eng muhimi Amerika va boshqa davlatlar genocide deb e'tirof qildi, ammo sud bulardan so'rabdi isbotini bergan desa, shuning bilan bu ular bermabdi. Nimishki bu millionlab pul xarjlab to'plagan istixborotni bu Ahmad sudga beramiz deb. Ammo sudning qarori nima ekan desa,
bular shu siyosiy maqsad bilan qilgan bo'lishi mumkin degan ilgari suribdi va bu Xitoyniki siyosiy o'yin deyariga moslashib beribdi. Andın 8-si genoside'ni faqat tug'ut cheklash bilan qaratish, ya'ni shu yani tug'ut cheklagandimi, Xotandan Qarqashtiga o'jetmishdiki, ya'ni Sharq Turkistonning ma'lum bir yerlarida mushunday tug'ut teklab qo'ydi edi. Demak, shug'ani bu qag'ayali chek basmaydi ekan bizniki. Mike Pompeo bilan degan gaplar chek basmaydi ekan. Ya'ni kelgusida Xitoy tug'ut cheklashni to'xtatib berdi. Desa bizning vatandagi genocide shuni tugaydi ekan. Bir minut deydi. Diliyar efendining bir qistirma sakin. 1 minut. Demo ya bence Xitoyli aqerinchimizni anglaydigan ovozimni. Bu qerinishimizning aba o'zi deydi-chi, to'xtang degan to'xtayman. Ya'ni bu qerinishimizning degini hammasi to'g'ri. Bu endi u qonunni rahmat oldi bilan qerinishimga men qerinishimizning nima o'qiydi, nima sohada shunday bilgim keldi. Ammo bu yerdagi masala shu. Hamma narsani shu. Men gapni faqat anglayamadim. Mush oxir bir talam qoldi, men chiqib ketay, andan siz gapingizdan aniqam bilayman. Men gapni oxir tutib olay. Ma'qul. Men oxir deganda bizning vatanda bir hand, ya'ni segregation va yak bo'lmasa Uyg'urlarning Xitoylarni bo'lish ahvoli mavjud emas debdi. Va bu yerda isbot yo'q, bo'lmadi debdi. Ama ben tushunmadim. Mesela Ürümchilardan, Kore'lardan Uyg'urlarni butunlay siqib chiqarib o'tishi, Janubiy Qashqar taraflarga, Xotan taraflarga kelgan ketib berib o'tishi. Va Uyg'urlarning qolmasligi bunga kirmamdi, masalan, segregation yoki apprehend degan narsaga. Va yoki bo'lmasa cho'qim Ürümchi ikkiga bo'lib, bir taraf Uyg'ur, bir taraf Xitoy yasaydigan bo'lsa, biz insonga qarshi ashartib tushundik. Va hattoki Janub qaytib o'tganlar, vatanning Janubiy Sharqdan Janubga yetib o'tganlarni ular kamsolib o'tdi. Ya'ni bizning bölge vaqtda 5 milyon bir konsolab qo'ydi-da, ammo bu yerda deb yana yetarli isbot yo'q debdi. Ya'ni men deganim, anlatgan qarindoshlar, o'zimning tavsiyasi, men buniki bizga tushunaman. Ma janisa, ma indigenous people'ning ishi tugmayapti va buni yaqin e'lon qilgan bir kitob chiqdi, Xinjiang Year Zero deb. Uni birinchi betda indigenous people deb bizga naqlmasini berdi. Agar ma'ni tugatmasak, bundan keyin Uyg'urlar dastlab bir o'chdan juturayotganlarni isbotini to'planib 20-30 yildan keyin Uyg'ur degan indigenous people deb Qashqar qabilasi, G'ulji qabilasi bo'lib ketamiz. Rahmat. Efendim sizga bir tavsiya, mushu hozir o'tirib qo'ygan narsalaringizni bo'lsa bir yozma shaklda e'lon qilib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Benim qerinishimizni kesib deydigan gapimni da'vatdingiz. Bundaqchi hamma narsani biz manda desak, bu qurultayga qarshi o'qishga da'vatdi deb o'ylab qoldi o'sha qadamda. Nurgul Saud xonimmi dedi-ku, shuni o'qinglar, o'qinglar deb. Men dedim, yetarlik o'lmabdi. Hukmnomadachi yetarlik o'lmabdi, genocide 40-yillik bo'lganga yetarlik o'lmabdi. Eng oxirgi minut sekundda bir adamning doktor Zvangu nima ismi kelgusi to'g'risidagi bir mo'lchari Uyg'urlar oz tug'ildi degan bilan bo'lib qoldi. Shunga hozirgi qerinishimizga men rahmat aytaman. Cho'qim yozmachi yezib aytam, bizning vaqtimiz yo'q-ku, o'qib bo'lib berimda kelib hammani ochiq chiqib. Yetib bo'lmayotganmiz, ya'ni tema bekchiq. Shuning uchun qarindoshlar, abiyam men beshini ko'rsatganimdek haftalab so'tchisi degan 4 tal xatni o'qish qo'shaqmaydigan bir to'plam biz. 4 tal xat nima ekan deb bir tarjima qilib ko'rib baqsa, shu xatning shu o'yinlarga ahmoq bo'lib yurmaydi, to'pladi. Shuning uchun o'qiganlar, bilimi borlar, bu narsalarni tushuna oladigan qarindoshlar bir millatni shu oydinlari, o'yqoq odamlari yetaklaydi. Bunu yetişmen burunmu dedim, yetiş bulanmayımız biz. Hazır bizden zaten mavi ziyaliyken, akademikken diyelimizde 90% diplomluk cambak diye bizden millet tutuyor. Mesela şu hükümde okup bu doğru sözleş, o institutlarının işi. Ben kadar nimi deptu de bunu analizleş. Onu okumaydı. Bizim institut akademiklerimiz Erkin Asya Radyosu'nun belgen haberini şu menbeğden jürüydü. Sakta yani bizdeki diplomalıklar çok. Şunun için qarindoshlar, yoshlar shunda bir narsani anlab qilmanglar. Yozmicha, o'qinglar, ko'ringlar, yezinglar. Shu vaqtida Erkin Asiya Radyosu'nun yana birisining yong'indan mal qochirayotganini, o'tning ichidan mal o'g'irlab qochirayotganini ko'rsizlar.
Shuning uchun o'qish kerak, chuqur qo'limizga o'qishimiz kerak. Undan keyin men mana bu tashkiliy narsalarga tushib ketgan meni yezishga bekchiq vaqtim yo'q. Yezishinglar kerak qarindoshlar. Rahmat chapandim degandek hamma narsani yozmicha izi qilish kerak. Chunki so'z uchar, yoziqalar deydi-ku. Bir ma'lumimiz bekchiq shuldi-da, bu to'g'ri. Hayır. Telefon qilayotgan qarindoshlar bor. Men ücretlen buraya desem onun imkan bo'lmadi. Qarindoshlar ranjimanglar. Çolam yani iktidarım gücüm yetken biti uray. Eğer tavsiyelik suallarınlar sözlerini okuyup kalsa yine tekrar bağlansanlar. Telefon oluruştan ilgili anlavatkan Ahmet'in avazını öçürüp etken baksanlar. Bu birden tavsiye. Telefonu urvatımı karşı taraf alamadı. Siz uğraştırmayın böyle cümle koşup da yazık qeyrinçimize. Indigenous people meseleniz tügümeydi cuma qeyrindaşlar. O Horbeti'den öçürüp etken tügümeydi o. Biz kirip olduk o yege. Aş tizimliklerge emmiyege kirip olduk. Aş soğutudu mu şu gap var, başka yerde mi şu gap var, emmiyede şu gap var. Yani emili işteydi o qeyrindaşlar. Bana nüftüden qarab bakınlar. Dünya Uyghur kurulup 17 yıl oldu mu? 18 yılda en çok iki emili işini desenler. Birincisi Uygurlar indigenous people oldu, ikincisi lager içildi. En çok emili netice bu ikisi. Hoş. Assalamu alaikum. Kim bol söz isminizin deyitip ondan keyin sözünüz desonlar emet. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ovoz chiqyaptimi ya? Anlatımız gap qiling. Assalomu alaykum, qarindoshlar, yaxshimi? Men Amerikadan Mirzat Yo'lbas. Bugungi Naqmaydan programmani ko'rdim. Dilar Musoboy apandimning beshida so'zlagan gaplarini angladim. Shaxsan men shu o'zimning qisqacha va azroq ko'z qarashini aytay. Shaxsan men shu Dilar Musoboy apandimning shu to'rlarda keyindan tepilayotgan shu yolg'on yovdoq, o'saksiz gap so'zlarga men qarshi ta'kidsiz. Çünkü onu Dilar Musoboy apandimi bayatın Naqmaydan so'zlab o'tdi. Endi meni so'raydig'ini shu Shvetsiyada bir To'liq Hamid degan bir bola bor. Hammanglar bilasizlar. Shu oylardan beri qo'limda dalil fakt va isbot bor deb hali qurultayni, hali shu Fransiya da'vo qilayotgan Nur rayonni ishqilib hozir Uyg'ur da'vochilarini ichida tilnimga odim qilmadi. Ya qo'lidagi faktni ko'rsatmaydi, ya bir aniq gapini qilolmaydi. Endi bu bola hozir shu Sharq Turkiston yoshlar qurultayiga bek kuchab hozir imzo to'plash faoliyatlari bo'lsin va yoki u bu ishlarni qilyapti-da. Shaxsan men bu imzo to'plash faoliyatini o'zim ayni vaqtda bir bilet tashlagan. Vallahi. Ammo mening deydig'anim shu bolaniki hozir shu cho'ngni cho'ng demay, kichikni kichik demay shu to'rtlardan shunday fitnaga taqtiyotgan ya bir aniq bir dalil isbotsiz gap so'zlarni qilyotgan mush qilmishiga Dilar apandim qanday qaraydi? Savolim shu. Anlat bakalım rahmet. Oldu bilen mavu imza toplaş hareketiga To'liq Hamid nima kuchab deganda Sharq Turkiston yoshlar qurultayi kuchab deganda men bu qildi. Bu imzoni bir tashkilot qilyapmiz qarindoshlar. 17 tashkilot qilyapmiz va hal qilyapmiz. Bu yerda To'liq Hamid qarindoshimiz kuchudi, bu kuchudi, oz kuchumidi. Yani bunu tushuntirib taqtishda. Endi gap To'liq Hamid birinci nokta şu. To'liq Hamid Sharq Turkiston yoshlar qurultayining a'zosimi emas. Bizning a'zolarimiz emas. Men buni deb qo'ydim. To'liq Hamidning mening bir munosabatim bor. Biz o'ljudan bir ma'lida kichik vaqtimizda bir ma'lida o'tdik. Konuşmalarımız şu edi. Endi uni isbotsiz shaklda odamlarni tillayotdi degan yerida uning o'zining hikoyasi bormi yo'qmi uni men bilmayman. Bunun özünün belki o hikayesi var. Ama konuda ispat var mı deseniz ne mi? Mirzat Derinçin. Dünya Uyghur Kurultayı'nın vekilinin birisi Nicat Turgun efendim bunun koldaki ispatlar rast depoldu. Onundan habersiz kapsılar. Bunun kolda rast işte ispatlar var. Dünya Uyghur Kurultayı'nın içinde Xitay'ın edimi var. Onun bunda buldu diyen dersini ben Nicat Turgun efendim bildiğim şunun sonra anlatsam Nicat Turgun efendim istifa nutkuda onun koldaki nesler bağ dep buldu, rast dep buldu. Şunun için o emdi To'liq Hamid rast aşında kaillarını aşk koldaki ispatı tıllayatkan olsa Allah razı olsun.
Agar da o o'zining qo'lidagi qoidalardan qo'shib boshqa shaxsiy uchuva odamlarni tillayotgan bo'lsa, masalan o'tgan dedim bu indigenous people degan narsani qilib qo'ymay turib, Rabia Qadirlarni tillagan bo'lsa, Alloh balasini bersin hammaga. Ammo indigenous people degan narsa rost chiqsa, shu indigenous people qilgan Rabia Qadirning, shu Umar Qanotning, Olim Zaytovning Alloh balasini bersin deydi. Hammaning degani rost chiqdi. Endi bunaqa narsadimi? Eğer rast qo'lida isbot yo'q adam tillayotgan bo'lsa, hamidning Alloh balasini bersin. Ammo rast qo'lida isbot bo'lib, bu qurultayning rast shunday xayrli bo'lsa va buni nijot turg'un efendim rastga deb bo'ldi, Alloh ularning balasini bersin. Yani mening meydanim bu. Savol so'rovchi javobini olganda inshaalloh. Eğer tutun kıldığı kardeşler bulmuşsa aziz kardeşler ben ma tutunun üçürtünü jüttüdüm. Yokken de bilemen. Bulmuş kayıtta uşağımla itağı yaxşı boludu. İnsan buluş sütümüzden yeşik olamadığımız şu şuna. Ma yazma inkaslardan bazı kardeşlerinki şahsi yani davası bitki insanların şahsi cihetki istilgi bir takıldığın ahlaksızlık alakalar bazı vaka hadislerinki mevcutluğunu, bunun düşmanından faydalanıp ketiş ihtimallarının qanchalik nisbat bo'lganligi haqida bir savol so'rabdi. Bu haqda bir izohlarınız yoki tushunchalarınız olsa o'rtoqlashsa deb. Bundan intayin yaxshi foydalanib ketdi. Masalan, diqqat qilsanglar, To'lqin İsa efendim Mevlana Yasin efendimga sening ayoling Nurbekli bilan tang o'ynagan anda manda deyatini men bir gapim dedim. Belning to'yiniga tushmanglar. Haqning oilasiga demanglar unda gapni. Amaliyotda o kimning ayoli qayerda, kim bilan nima o'ynadi, kimning eri qayerda, kim bilan nima o'ynadi deganni echib qolsak, barmushning hammasini qaysi tashkilotni yeydiganini hammamiz bilamiz. Ammo u yerga kirmayli. Belning ostiga tushmayli, siyosiy bo'lsin munozara. Siyosiy to'g'ri qildi deydi, xato qildi deydi. Ammo u belning tegiga bizning qiziq yeri eng cho'ng xalqaroliq bizga vakillik qilaman deydigan, hozir vakillik qilmaydigani 10 ming odam tarafidan isbotlangan bir tashkilot ashxabning oilasidan kirdigan ishni boshlab turdi bizda. Ayırmandak mayırman. Hatta bu şu Facebook'taki yağan hesaplarını biz yığıvatımız. Hemimizini bırak ilan kılımızda. Aklımla heyran kalıdı yani bu Facebook'taki yağan hesaplar Xitay'dan gelip cidel kıvatmaptı. Dünya Uygur kurulduğunun nispeti en yukarı yağan hesaplarda. Heyli yoğun adamlar var. Ama ben bir şey diyendek. Şunun için bu nerse tüzelmişse ertügün resma olduğu için bu yağan hesapları kahmetullah diyen chiqqan vaqtida biroqlar rasvo bo'ldisiz. Shu biz to'g'ri sal kengroq yeyib keyin kildirni cho'shitib o'tmaydi deb buni oldirmay me'morimiz bir tarafdan. Shunga bundan Xitoy albatta foydalanib ketadi. Bir odamning masalan abiyam aparat yo'rinqash efendimning mesajini chiqarib qo'ydim ayollar bilan yechib. Ya amaliyotda xudoimda qanday odam qiladi buni? Oyolingizmi va bolangizmi va o'tilishning ichida. Ama yeni mertlik bizde kalsın. Bizim dava şu o. Çoğunlarda kumsuzluk eğer, yaşlarda mertlik. Şunun için bu mertlik yeni bizde kalsın der. Ailenizde ben tegmeyme. Tegmedim ve tegmeyme bundan kimi çıkamayım. Çünkü bizde ahlak var mı yaşlarda? Siyasi ahlak. Bunun hazır kimden kayardı, nemi oynadı, kim demiş kıldı. O bu torbet kurup video toşkuz etmez hazır. Ama edep olsun, ayetini çüp ketmeyli, belinin tegiga çüp ketsek, xalqni ümitsizlendiriyotimiz. Şunun için birisinin ailesini, yani birisinin o 20 yılını aloqa qilmagan, hech qanday yozgan, yozgan narsaning hech qanday aloqasi yo'q, ailesini so'rab chiqmaysa, bo'lmasa qurultayning ichida kimning jiyani, kimning nimasi, jurnal chiqadi, jurnal. Bir parcha rasmni ko'rsatib qo'ydim, men jurnal chiqadi sizlarga. Ammo mertçe. Şuna açık Xitaylar faydalı kütüdü bir ve bu dünya Uygur kurultayının bundak gaplarımızla oңşulluğuna işenmeyim ben çünkü onu 20 yıldan yağı donayım ben 15-20 yıldan yağı. Ama biz şunu devam kılımız yaşla.
biz yani bu yerde bir narsa o'zgartimiz deyotganimiz o'zimizdan boshlaymiz. Ya'ni men Sharqturkda yoshlar qurultiyi qurilganda men bolalarga shunda ishga va'da berdim. Birinchisi shaxsiy ishimni aralashtirmayman. Mening shaxsiy ziddiyatim bor odam to'g'ri ish qilsa to'g'ri qildi deya olmayman. Shaxsiy o'zim hatta o mening u yerdagi tuqqanlarim, mening aloqamda tuqqanlarim emas, mening dadam chiqib mustaqillik xohlamaydi, biz xohlamaymiz, ammasimiz kerak desa, sizlarga kerak yo'q, sizlarga ehtiyoj yo'q. Men o'zim chiqib dadamga qarshi so'zlayman. Shaxsiy munosabat boshqa. Ikkinchi bergan va'dam shu. Bu da bugun degiz o'tib qildi. Biz nihoyatda tuvan saviyadagi namer Xitoydan tortib sinib ketgan xumsuluq mijozi var. Intayin chidamaz, intayin rasvo shaklda ish qiladigan bir statikoga, establishmentga qarshi chiqamiz. Ama şunu unutmanglar dedim balalar. Bütün xumsuluqqa, namertlikka qarshi biz mertçe oynaymiz. Bunu mertçe. Çünkü biz keyinkilerge ulgu oluşumuz gerek. Bizim aldığımızdakilerde ahlak yok, siyasi ahlak yok. Bütün resvaçılık, bütün aşı yağan hesap bilen aşı bizim tek kızlık yeri aşı yağan nersini çıkarıp etip özlerinin toplantı koşup gittikte nahaydı rast nersi çıkarıp etkendek, nahaydı noçup etkendek. Onka töven dereceli kötəmişçiler diye analyz kütüdü bu işlerini. Başta kılıp özünüzü aldaydı. Ama yaşlarında bulmayız. Çünkü bunundan Xitay bugün bulardan faydalangan olsa, keyin biz yaşlanmış şunda alıp kalsak, keyin bizning aramızda mı bulundu. Ama abim Dilnur Hanım'ın yazgında bir yeni bir islahatının yolu deganimde biz ıslah kılımız qarindoshlar. Xumsuluqni medeniyet inqilabının daşqazından tamağını yapqagan adamlarki xumsuluqni bu yaş evlatlar bulmaydı inşallah. Biz mertçe, fikrimiz okşumusu mu? Nimimiz okşumusu mu? Göz karşımız okşumusu mu? Mertçe 100 tane, 100'e çıraylık sözü şeylerden buluşumuz gerek. Çünkü bizim davet bilim teşkilatla yaşlaşış gerek. Eğer teşkilatla yaşlaşsa, meyli o kurultay, meyli başka teşkilatla biz sözlü şeylerimiz amine. Çünkü hiç kimden ailesini söyleyip çıkıp bundan şerefsizlik kılmaydı. Bunu söyleyip çıksa eğer de Xitay faydalanır elbette. Yeni birisiga aileni söyleyip çıkıdan aşıyorsa ziyan tatisizler, uzaklı bilirsizler. Ne ben bu şekilde koyayım. Ben düşmeyime o seviyeye. Ama hem adamda düşmeydi diyemeyime. Uzaklı resmi kuvvetler ediyor. İki sual sorayım şuna tweetle programını. Biri. Uzurap ket. Biri. Xitayni qo'yib Uyg'urlar haplashyotidu degan izohat bor. Shuning davomlashayotgan bir zanjirsimon programmalar bo'lyapti. Biz ekran berish xizmat qilamiz deb bizmi hamdam bo'lib tosh-taqmoqqa bizmi qilyapmiz. Buning cheki qayergacha bo'ladi? Qachon nishonni Xitoy qaratamiz degan bir savol bor. Ikkinchi savolim Uyg'ur institutlar oranglarda bir ikki Qashda ikki do'ngda bismillah qo'llanma yetmaydigan tosh to'qmoqning aytilayotganligini ko'rinyapti. Men ishim munosabati bilan izlanmadim. Belkim ishning ichida bo'lganligingiz uchun o'zingiz bir izohatingiz bor deb qarayman. Bu haqdagi bir tushunchalaringiz yoki deydiganlaringiz bor deb qarayman. U vaqtda bir to'xtalib bermoqchiman. Shuni bilan program tugatsak, rahmat. Bo'ldi, birinchi savolingiz bek yaxshi. Qachon Xitoyga qarshi nima qilamiz deganda oila ham Xitoyga qarshi qilyapmiz. Chunki menda bir narsa unutmanglar. Qallarning ichida o'g'ri bo'lsa, qallarning darvozasi tutmaydi qarindoshlar. Tamam? Qalla ichidan yiqiladi, teshidan emas. Teshib kelgan dushmanni, shaharni qo'rshab kelgan dushmanga sepilni ichib birdigan bir munofiq bo'ladi shaharning ichida. Shu ichib bergandan keyin shahar yiqiladi. Shuning uchun qala ichidan yiqiladi degan bir gap bor. Shuning uchun bizdan bu qalaning ichidagi munofiq, ya'ni hozirgi misaldagi har xil narsa bo'la oladi. Bu bizning cho'qim xoin deganlik emas. Dört adamlar, xato adamlarning bilimi yo'q, layoqatsiz adamlarning ishning beshig'i chiqib kelishi. Alparslan Türkeş'ning gapini ko'rsatdim, ya'ni bir da'vo qilingan eng cho'ng xoinlik layoqatsiz adamlarning ish beshig'i chiqib kelishi deydi.
Bu bizim sepilnişçilikka munofiqlik yani. Buningdagi shunday ahvollar shuning uchun nurg'unlar narsalar bor. Boshqalarning yo'lini kesish, ishlayotganlarning ishini buzish, kirib chaqadigan ishlar, masalan, Salih Xudoyevni biz chaqmadik deydi. Ey, sharafsizlar, bir mard bo'linglar, biz chaqdik, qanday qilsa denglar. Salih Xudoyevni extremist deb chaqmadinglarmi? Amerikada. Yani extremist degan oshqun, radikal degan gap. Chaqmadinglarmi? Chaqmadik denglar, men ko'rsatmay chaqmadinglarni. Shuning uchun mushu narsalarning ishchi, hammasi mushu ishlar bizning da'voning ichidagi marazliklar. Bular tuzilish kerak, o'ngshilish kerak. Bu sepilning ichida o'g'ri bo'lsa, as darvoza tutmaydi. Shuning uchun mening deydigan bir gapim bor. Bu kurashning, bu da'voning ishchi o'ngshalmaguncha tishi o'ngshalmaydi. Umid kutmanglar. Shunga Allohga shukr, hozir xalqning yerimi deydim, hozir uningdan ko'p, balki 60-70% chiqib bo'lgandek turdi. Tushendi imdod qilimiz uchun ishchini tushendi. Endi kerak narsa jiddiy suratda bir qurilmani shakllantirib, ya'ni qanday qilamiz degan narsani sistemlashtirib etib, undan keyindan harakatga o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni inshaalloh bu shu oldimizdagi, ya'ni inshaalloh 2022-yil butun da'voning bir isloh yili oldu. Alloh xolsa. Undan keyindan o'lash, hammamiz biroq Twitter'ga ko'chimiz Facebook'dan. Facebook'dagi inqilob tugidi. Xalq tushendi bizning imdod qildi. Hammamiz o'lash Twitter'ga ko'chib, necha yuz, hatto necha ming odam. O'lash amkin Twitter'da men deydim-ku, aktivistlar burun qilavergan ishlarni biz aytib kelimiz deb. Biz biroq o'lash berib, hamdan bo'limiz to'g'ri da'vo qilayotganlar. O'zimki ikkinchi savolingiz nimdi? İkinci savol Uyg'ur instituti bilan bo'layotgan institut. Yani Uyghur Tədqiqat İnstitutu bu imza topluşumuzdaki sebep bo'lgan, yani bizning sabrimizni, stakazimizdagi suvni, Türkçesi bardaqdagi suvni tashqizib etgan 3 tomchisining birisi. Yani biz ularni aytimi betaraf turdi deb o'ylab, barliq tashkilotlarning o'rtasida sahibxon qilib rasmiy ishlangan biz rastin desakchi. Mushu institut samimiy ishida va har qaysi taraflarga sahibxon bo'lib, o'rtasida turib, xato to'g'ri narsalarni deyishalaymiz deb o'ylagan. Ammo unda bo'lmadi. Bu birinchi sababi, ya'ni qurultayning dasturxoni da'vodagi betaraflikni eg'ir besib ketilgan. Bo'libmi mudirinichi, o institutning mudirini bo'libmi. O'zi to'g'ri deb bilim hukm chiqargan narsalarni dasturxonga kelganda uning qarshisini so'zlayadigan, yoqimiz jim tura oladi ekan. Shuning uchun bu bir xatolik bo'ldi biz uchun. Ya'ni bu to'g'ri emas bunda bo'lsa, bu akademiya unda olmaydi, bilim odami degan chikkida turdi Abdurashid Qarluqdek. Ma'lum bor Abdurashid Qarluq ma'lum. Bir tal adam qolsin bu, yenida 10 ming odam bo'lsa-mu, akademik degan mushunda turish kerak, chikkida. Oshunda ulab ketish kerak hatto. Shu vaqtida u ya to'g'ri, ya xato, uni tarixchilar berdi bahoni, ammo uning nimasi va inglizcha desak, charactersi var, kishiligi var. Akademik ziyoli deganning charactersi, kishiligi bo'lmasa, masalan, bu bunda degan gap. Falanchi adam desa, ziyolidan birisini, masalan, vatandagi ismini atmayamdi, ammo vatandan bor bunday ziyolilar bir qanchasi. Falanchi desa, xuduksiraysiz, taptatsiz. Nimishqa onun bilisiz o adamın falanchi desa qanday qadarligini. Nimani to'g'ri ko'rdigini, nimani xato ko'rdigini bilisiz. Karakter, yani kişilik bade. Ama bazı adamlar var, falanchi desangiz, ya bugun mayqaga, ertesi gün mayqaga, öğünü mayqaga, öğündün mayqaga, bugun degan gapini aytayotgan, yani bu akademik unda bo'lmaydi. Akademik unda latg'alabdek bunda qilsa, uni akademik demaymiz. O qalamini satgan deydi unda qadamni. Shuning uchun akademik degan tik turadi, tik. Nim bo'lsa mayli, xato bo'lsin mayli. Amerikaliklarning bir gapi bor. Menimcha Malcolm X'ning gapi ku deyman, bu xato qilib so'ztinglar. Malcolm X'ning gapi bor. Sen xato yo'lda bo'lsang bu, ammo o'zingning nada turdig'ingni tik turib menga deb beralsang, men seni hurmat qilmay deydi. Malcolm X.
Ondan bunda beli boş latığılaptek olmaydı akademik diye. Ama maalesef efsus bizden diplomoluk ziyadeydik 91% latığılap. Meydanı yok. Bunda bir yekünlep çıkan bilim meydanı yok, ilmi meydanı yok. Bu bir. İkincisi OECD şirketleri, yani OECD'de bir Amerika, Garbi Avrupa ve Türkiye'nin bildiğimiz var. Teşkilatı, devletlerinin. Ulanın şirketleri kanda Şarkı Türkistan'daki kırgınçılıkka ismimiz, namımız aralışıp kalmasın. Ticaret kılıp pul tipi birimizde bizning teşkilatlardan mesele so'rabdi. Bizning teşkilatlar bunu yig'in qildi. Buni biz qatnashdik. Men va tashqi ishlar mas'ulimiz Amanullah Qashqari. Ve o yig'inda men dedim ki, yani bu yig'in xata. Çünkü bu yig'inning aşı başlanış noktası xata. Çünkü bizning bu şirketlarga beradigan maslahatimiz Sharqiy Turkistonni boykot qil, chiqib tijorat qilma deyishimiz kerak. Biz kimning adimi dedim, yani biz kimning adimi? Eğer biz bu şirketlerning adimi bo'lsak, biz bu şirketlerge maslahat yuradigan maslahatchisi bo'lsak, qilsak bo'ladi. Ama biz Sharqiy Turkiston tashkilotlarining vakili bo'lsak, bu xato. Biz Sharqiy Turkistonliklar nima qilmaysa, yani bu yerda tijorat qilolmaysa, bu yerda qirg'inchilik va jinoyat va deyishimiz kerak dedim. Shu bilan o institut bayonot beribdi, unda yig'in yo'q demdi. O hikoya cho'chaklar deydi. Yani Ömer Kanat'ın pişhanesiçilikle o çok olanın pişhanesi müçü. Ya onda emas diyorsun. Bu da bir cümle izinla. Dilyar yağan yakıldı. Dağlar hemen koyup vermeye şu videonu. Çünkü Jilin Hateris'in videosunu aldık biz. Jürkün olsa çıkıp dağlar. Şu. Enstitütüden bu mesele şu. Vaqt itibarıyla bir şey qilsak o'g'dik. Yana bir savol, chunki bundan keyin bundaq masalalar haqida to'xtalmaydigan boshqa mashg'ulotlar tufaylidan vaqt yetmaydiganligini bayatni deb o'tib ketdingiz. Buning uchun bugungi programmani ko'rgan qarindoshlar uchun yana bir eslatma va yoki to'liqlama bo'lsin uchun so'rayman. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan nimani talab qilasiz? Nima uchun bundan qarshi chiqyapsiz? Nimasiga qarshi turyapsiz degan bir savolni bir izohlab aytgan bo'lsak. Gerçi cevabını bo'lgan savol, ammo bir ixcham shaklda. Nima talab qilaman-da emasda, hozir men talab qilgan narsam yo'q Dunyo Uyg'ur qurultiyida. Faqat ularga bunday bir tavsiya, tafakkur, milliy tafakkurida bunday bir tavsiya beraman. Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar indigenous people degandan tezdan cheginish kerak. Agar bu millatning vakili emas-ku, ammo bu millatning bolalari bo'lsa bular, u yerdan birinchisi eng tez suratda cheginish kerak. Butun millatni vayron qiladigan narsa abay qerinishimiz degandek, Xotanning bizning Cheriya qabilasi, Qashqarning bir nima qabilasi, G'uljuning Ipak yo'li nima Turpa yuzi qabilasi degaga ketyapti bu ish. Qabilaga ayrilib indigenous people. Jiq narsalar var, yani vaqt kelganda ochimiz deb men qo'yib qo'yapman, ammo abay qerinishimizdek bularni o'qib tushunib ko'rayotgan qarindoshlar yezinglar, so'zlanglar, sukut qilmanglar, sukutni yo'qib ketamiz. Bu indigenous people'dan jiddiy chekinish kerak. Agar chekinmasa, bular do't emas, xoin degan gap. Bu inoq bu. Anki atiga rap-raplavatiga indigenous people degan mustaqillikqa asli foydasi va deb yurgan kalmalar var. Hey, reisim tövbe qilib bo'ldi, bu xato olibdi deb texnik juri sepalash. Endi birincisi bu, bundan chekinish kerak. İkincisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlash kerak, yoshlar chiqish kerak. Üçüncüsü Dunyo Uyg'ur qurultiyi agar bu da'voning bir parchasi bo'laman desa, buni men bir ochiqday, ichidagi xoinlarni tozalash kerak. Tamam? Tozalash kerak. Agar bu ishni qilolmasa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'ziga o'zi chirib, o'ziga o'zi sesib, aldığımızdaki 10 yıl veya 15 yılda yok yaptı. Bu kadar emin. Nima uchun yo'qolib ketdi desangiz, yoshlar yo'q, varisi yo'q. Shu otgan qancha yosh bor? Ayşehir'de bu Dildur Xonimnikida qo'ymichilik borchu. Yoshlarni boshqa tashkilotnikini jilib akilib, o'ta o'zib bizning yoshlarimiz deb xabar berib, u yernikini tartib akilib, o'ta o'zib bizning yoshlarimiz deb xabar berib, ammo tutib 6 milyon dolar yaşlan terbiyeleş puluyla yetişkerdimi bir. Feyçan Gendong'un havalı. Bundan olsa o teşkilatımızın kelgüsü bulmaydı.
Bundaq bir g'emi var da, g'emi. Ba'zan insonlarning bu butun xalqaro tanilgan bir bosqichga ma'lum bir nuqtaga kelgan bundaq bir cho'ng bir tashkilotni agar yıqtib va yoki ojizlashtirib buning bir zarar bergandan keyin buning o'rnini to'liqligidek ham bir narsani qilib bo'lolmay ziyon eshib ketadi deydigan. Siz hozir mushu plan qilayotgan bo'yicha o'ng qanotni eng qisqa muddatda qurashtirib chiqib ketishga ko'z yetdimi? Bu vaqtga ilgirlash bormi? Birinci mani bilinglar. Agar Uyg'urlarga vakillik qilish qilmasligida chatag'imiz yo'q. Uyg'ur nomi va dunyoga eng keng ko'lamda e'tirof qilingan organ so'rsanglar, uning ismi Dunyo Uyg'ur qurultiyi emas. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni dunyoga butunlay e'tirof qilingan, hammaga e'tirof qilingan eng cho'ng narsa. Ammo Uyg'urlarning manfaati vakillik qilamdi. Qilmaydi. Demek o hakkı tonuluş, nimi buluş emas meselenin muhimi. Muhimi milli iradeki vekillik kılamsa kılmamsa. Eğer de biz Dünya Uygur Kurultayı bizge vekillik kılamdı kılmamdı onun bunu çatırımız yok. Bunu dünya tonuğan deydiği işimiz olsa Şinjan Uygur Avtonom rayonunda bekerek tonuydu dünya. Kanun icra ettiğinde tonuydu, eminim tonuydu. Ama derdimiz ne bu onun bilen, bizim cidilimiz ne bu? Şinjan Uygur Avtonom rayonu diyen ya bizge vekillik kılmaydı o işgalçının koygan ismi deyimiz. Yani muhim narsa qanchalik yuvalliqdagi narsa emas. Muhim narsa xalqqa vakillik qilamni qilmam. Bu muhim. Buni tushunish kerak oldinda. Meşruiyet mesela Abay bir qirinchimiz dedi ya Tevfikxon. Mencha ular vakillik qildi deb yoki ularning roli mandaq deb qurultay vakillik qildigan eng chong tashkilot dedi. Qarang u sizlarning mencha degan narsalar u ko'z qarashinglar. O ya to'g'ri oldu ya xato oldu. Mesela mencha atiyam qo'yishi mumkin. Ya to'g'ri ya xato. Hech qanday masala yo'q. Ammo bir tashkilot yoki bir hukumat bir xalqqa vakillik qilamdi degan narsa mencha, sencha, uncha deydigan ish emas. Mesela Gollandiya hukumati sizcha Gollandiya xalqqa vakillik qilamdi deydigan savol bo'lmaydi. Gollandiya hukumati vakillik qilamdi deganda savol shu, ya'ni nuqta shu, qaraydigan yer shu. Saylam bo'ldimi? Saylam adil bo'ldimi? Ve asas kanun boyunca saylamның neticesini muhalefet itiraf kıldı mı? Karşı taraf. Demek o vekillik kılıdı. Şunun için mençi vekillik kılıdı, alimçi vekillik kılıdı emez. Dünya Uygur Kurultayı saylam buldu mu? Saylam adil buldu mu? Hatta Mehmet Toklu'nun özünün gibi var. Bu saylamda bilet taşlayamaydı, adamla taşladı da o saylamda jığındı diyen gibini gördük biz. Özleri tanıdık. Adil buldu mu? Bulmadı. Saylam buldu mu? Saylam buldu mu? Tallaş oldu. Onun kendinin karşı taraf, yığılgen taraf bunu itiraf kıldı mı neticede? Yığılgen taraf yok ki. Öktücü yok ya da cevap onun bunu saylam uçuşu var. Bunda olan diken bu yerden mençi itiraf kıldı, sençi itiraf kıldı emez. Ulanın yani vekillik kıldı diyen geçiyor. Mençi ula bizgi vekillik kıldı, sençi vekillik kıldı. Bunu henüz kurukken. Kanuni ve siyasi cihetten Dünya Uygur Kurultayı halkı vekillik kılanmaydı. Hem kanunsuz hem gayrimeşru. Hem de biz bunu üçüncü noktanı koşup ettik. Halk mı bu kanunsuz ve gayrimeşru işgalliğini halk mı bildi? Halk mı bunu bizgi vekillik kılmaydı deyip karaydı deyip üçüncü nersini koşup ettik. Kıhaşımız bu. Şunun için mençe aşla vekillik kıldı ya bu en yoğun bu aşkı vekillik kıldı ya ki bu en tonul aşkı vekillik kıldı deyilgen şunmaydı. Vekaletini BDT'den çetellikten almaysa, vekaletini halkım da alırsa. Halkım da alamasa, sen vekillik kılmaysa tüydü. Çünkü davanın ilgisi halk. Şuna hem de bunun kim bulduğu işlerini nimo diye vaxtıda sözlü şartımız barlıq teşkilatlarla hem de resmi jığıllar başlanırdı. İnşallah bu nesini kallımızda nimleme bağımdı. Planlar mı yok, erkek senaryolar tayarlıklar. İnşallah bu nesi çıkıdı, bunu başka bilmiyor. Başka mesele yok. Şuna kıyımdaşlar, sizlerge hem de en hakiki abay dedim, 2 tane verdi vergentimden, birisi şahsi işimle arlaştırmayım. İkincisi, namertlerge karşı mertçi ilişimiz degentim. Bugün üçüncüsü birey. Hem de tüven dericilik trollağına, bunda tep çıkan, bunda
akmas gaplarga men endi javob qaytarmayman çünkü işimiz var. Shuning uchun xalqimiz menimcha tushundinglar. Kim rost gap qilyotidi, kim isbot bilan gap qilyotidi, kim qayerga tushib ketdi yolg'onchilikda menimcha xalq tushundi. Shuning uchun men bundan keyin undan sizlarga javob berishimdan hojat qolmadi deb qarayman. Yana birisi Uyg'ur tadqiqot instituti müdiri Erkin Ekrem efendim sizga bir nima challenge iddia. Yağan Dilyarning degan gibi yağan degan gapni o'zingizdan ondan keyin sizning bu peshonamizni Umarnikidek ochiq qilib o'taylik xalqning oldida. Mening gapim tugadi, Allohga rahmat deymiz. Bo'pti, mahmudkan misha qadar bo'lsin. Oldimiz boshqa fursatlar ko'rishaylik. Allohga emanet bo'ling do'stlar. Aman bo'ling. Sizga rahmat. Bir telefon kelib qoldi, opaqamdoq. Ben bek charchab ketdim bu. Bo'ptunda. Tamam. Uzrab. Yazmacı yazıp qo'ysa keyingi programmalarda men javob berish o'tib ketaman. Agar siz yozuvchi emas. Tamam. Bo'pti, aman bo'lamiz. Allohga emanet. Allohga emanet etamiz qeyrindoshlar. Allohga. Muhtaram qarindoshlar, bugun program bu kadar bo'ldi. İnson bo'lish sifatimiz bilan mükemmel, adil, hammani kamil qilib bo'lmasligimiz mumkin. Qo'limizdan kelishcha tirishchilik ko'rsatdik. İnşallah bundan keyingi safarlarimizda kemik to'liqlaymiz. Xatosi bo'lsa, yana ruslashga tayyormiz. Muhimi mushu ekran xizmatini boshlagandan tortib biz bir eng oddiy Tulxotinning hikmatidan bir hikmatni bir nima qildik? Nishon qildik. Nishonlardan biri qilib belgiladik. Ya'ni agar sen boy bo'lsang, u yoqda hamma narsang tal bo'lsa, nima yeysan degan savolni so'ray oladi xonim bo'lgan kishi. Nima yeysiz deb so'raydi. Agar uyda u yo'q, bu yo'q bo'lsa, efendim bugun matamaq ara mushni aytaymiz deydi. Biz hozir ko'ryapmiz, qo'limizga savz deb olsak turib chiqsa, chamg'u deb olsak, u patat yoki yangiyo'lab chiqsa, yanqulab chiqsa, yoki bizim bo'lib chiqsa, yoki demakchi o'g'limiz biz ishonch qilib to'psi chaplab qo'ygan Marks bilan ichidan ochgan narsa o'xshash chiqmagan avval aslida qozonga nima silib, qochoq nimani ustiga olamiz qarindoshlar. Mana buning uchun siz kim o? Nima deysiz? Nima da'vatsiz? Nima qandaq materialsiz? Bu vaqtda siz xalqimiz bilan o'zingizning nimasini bir aniq deb bergan bo'lsangiz, deb tanishish bosqichini hammadan o'zimizni tanishtirish va tanishish bosqichini belgilagan edi. Buningga ovoz qo'shganlar tarixda qoladigan ovozlarni, suhbatlarni ekranlarimiz orqali sizlarga taqdim qilgan bo'ldi. Shu kanallarimizda, ya'ni YouTube ve Facebook kanallarımızdaki geçmişteki videolarını izlesanglar bu vaqtda xotiralarni ko'rasiz qarindoshlar. Selishtirish bosqichiga o'tish uchun biz tanishish va tanishtirish bosqichini tamomlamaganligimiz tufaylidan o'tib bo'lolmadik. Inshaalloh buning ixtiyor yo'sinda kelmagan bo'lsa, majbur yo'sinda keladigan bosqichga qarab ketayotganligini kun sari his qilyapmiz. Agar da'voyimiz rost bo'lgan bo'lsa, xalqning oldiga hammadan bugun chiqamiz. Qarindoshlar, sizlarga Janob Alloh topshirdi. Amon bo'linglar. Men bugun bu tayyorlikda, mustaqillik haqidagi planda ama Dilyar Efendi'nin taqdim qilishi boshqa narsa chiqdi. Bu mu bir sürpriz oldu, sürpriz yani bir kütülmeyen bir tema oldu. Şuna hata ketken yoki kam qolgan taraflar olsa, afu rahmatulloh bilan to'g'ri tushunib turinglar, keyin qatimda to'liq qilsak bo'ldi deb izoh bergan bo'ldik. Aman bo'linglar. İnşallah aldığımız fırsatdan bu muhim tema, yani müstakillikni zaten inqilobi, qandaq bir inqilob. Nima bedellerinden bo'ldi bu inqilob? Nimalarni o'z ichiga oladi, nimalarni sirtida qoldirdi. Bu vaqtda nurg'un so'raydigan savollarimiz bor edi. İnşallah aldığımız fırsatlarda Allah nasip qilsa uni tan o'rganamiz. Sizlarning Janob Alloh topshirimiz aziz qarindoshlar, aman bo'linglar. Hammalarninki tinning salomat, ishlariningki uftuqliq, g'albilik bo'lishini Janob Allohdan tilaymiz. İnşallah yo'l uzun, taha safar oldimizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.